أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها. بشنج باب شريعة manda turdaki nikahını kılmanla deb chekligan bo'lsa, biz mushu cheklangan nikah ustiga to'xtalamiz deydi. Yana biror shart topilmaganlikdan fasid bo'lib ketgan nikahlarda va uning hukmida to'xtalamiz deydi. Xuddi hozir batil nikah yoki fasid nikah deb qilib bu kuchga ega bo'lmaydigan, buni bir taraf qilib o'tish kerak bo'lgan nikahlar. Wal ankahatu allati warada an-nahyu fiha musarrihan arba'atun. Endi islom ko'rsatmalarida aniq manda nikah qilmanglar deb aniq cheklama kelgan nikahlar 4 turlik bor edi. 4 turlik haqida aniq cheklashgan dedi. Nikah shig'or ikki taraf bir-biriga qiz berish. To'yliq olmaymiz. Men sizga aslan qizimni beray, sen mening o'g'limga qizimni bersa, to'yliq elishmayli deb nom qilgan bo'lsa, ya mening so'ngimni sen al, sen sonunu alay, to'liq elib berishib yurmaydi. Yana oldikanmiz, yana mayon qaytirganmiz ondan, ammo benim bo'laydi deyishib, bunda qilsa bu nikah shigar. Jahiliyatda bunda nikah usul bor ekan. Islom buni nikah qiladi. Va nikahul mut'ati, yana mut'a nikahi. Mut'a nikahi bu cheklangan. Burun ba'zi sharoitlarda ruxsat qilingan bo'lsa-mu, keyin masalan safarga chiqqan, g'azab chiqqan chog'larda ruxsat qilingan. Ondan keyin normal ahvolda cheklangan. Bunda asosan olimlar buni cheklangan deb qaraydi. Shialar mubah deb qarashadi. Wal xitbatu ala xitbati akhi, yana qarindishi so'z ochgan olay degan bo'lsa, ular yenib yoki rad qilinib joyga to'xtalmasdan bilan ustidan eg'iz ichish, elchiga aytish. Va nikahul muhallil, yana nikahul muhallil deganimiz ustala qo'yib ketgan ayol boshqa aytaysi bo'ldi. Boshqa aytiga navoda va er bilan kelishmay, uytolmay ajrashib ketgan taqdirda, ajrashib bo'lgandan keyin, to'shqandan keyin ondan burunqa ustala qilib burun erilar yarashagan uytay deb qolsa, uytoladi. Lekin ma muhallalamda ustala qilib ketgan ayolni ma iliblam g'achida talaq qilib o'tib, eriga halol qilib beray deb shuna maqsadda olgan kishi. Bunda kishining nikohi cheklangan demakchi. Aniq hadis kelgan demakchi. La'anallohu al-muhallil wal muhallala lahu. Nasai rivoyatlari, Tirmizi rivoyatlari. La'anallohu al-muhallila wal muhallala lahu. Demak, va la'nat aslida abrizavda ishkilishga keldi. Hamma nikoh shigar. Endi buni bir-birlab bayon qilmoqchi. Ayrim to'xtalimizda. Hamma nikoh shigar fa innahum ittafaqu ala anna sifatahu wa an yunkiha ar-rajulu waliyatahu rajulan akhara ala an yunkihahu al-akharu waliyatahu. Demak, mavo qizi yasangisni bu bir kishiga nikohlab bersa, bu kishi o tarafga bir qizni yasangisni nikohlab bergan, wala sadaqa baynahuma. Bilan o'tirda to'yliq bo'lmaydi ekan. To'yliq yo'q, amasa deb tutishgan ahvolma va illa bid'a hadihi bi bid'al ukhra. Faqat lamda ma'ning ma'nosi bilan aniq anasi shuni muqobilda bo'ldi. Ammo to'yliqsiz degan. Ammo to'yliqsiz degan gapni qilmay, men sizga qizimni biray, so'ngni biray, sizga qizlarni so'ngni ba'zida bunda qilishchi. To'yliqning gapini qilmaydi. Ijma'an durust. Çünkü mesela mahramlasliga ya onu buldu qanimida mahramning gapini qilmasa, mahram bilan bo'lgan bo'ldi, lekin mahramlaslik varamdo, nima vardo deganda ixtiloflashdi. Yoki mahramlaslik nimaga asosan mahramlaslik qilmas. Hozir ma nikoh shigar to'yliq berish elish bo'lmaydi-misa? Gap bunda tushgan ahvol. Wattafaqu ala annahu nikahun ghayru jaiz. Barliq olimlar bu nikoh shigar jaiz emas deb ittifoq keldi. Li thubut an-nahy anhu. Thubut deganni sabit deganni maktabda ishlatibdi.
Buxoriy Muslimda ya ikkisining birisi kelsa tabut tubut degan gapni ishlatibdi. Hozir ma'lum tubut nahi anhu dedi uni. Chunki bu cheklama Buxoriyda kelgan, Muslimda kelgan. Ibn Umar radhiyallohu anhu naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an-shigar dedi. Yana la shagara fil islam dedi Muslim rivoyatida. Bular sabit bo'lgan ekan, muttafaqun alayhi bo'ldi. Vaqtadahu idza waqa hal yusahhahu bi mahr al-mithl am la. Hamda to'ylik qilmaymiz hamsa, to'ylik yo'q. Biz tarafdan bir qiz beramiz, siz tarafdan bir qiz olamiz, to'y qilamiz, ya qochib olamiz debdi. Degan ekan, to'ylik yo'q deyishibdi. Degan ekan, bunda ish bo'ladimi? Damollam buni qanday bir taraf qilamiz, bekor qilib yoki buni qanday oldi deb so'rab keldi. Keyin bu damollamning qarashlari arqilandi. Bunda faqala malikun la yusahhahu va yufsahu abadan qabla ad-dukhul va ba'dahu. Imom Malik bu to'y qilib yo'tkab aketgan bo'lsin, yo'tkab aketmagan bo'lsin, har ikki ahvolda to'yliqsiz, to'yliq olmaymiz deb deyishib, endi almashtirgan bo'lsa yoki qarshi qilgan bo'lsa, ishli nikohni buzitimiz. Uni o'ngshab yurmaymiz deb. O'ngshalmaydi bu. O'tigidan chatoq. Cho'qim buzitish kerak deb. Va bihi qala Shafi'i. İmam Shafi'i shunda debdi, lekin mandaroq bir o'xshamaydigan yeri bor ekan. In samma li ahadihima sadaqan yoki in summiya li ihdahuma sadaqan aw lahuma ma'an فالنكاح ثابت بمهر المثل. Ikkalanning birisiga to'yliqning gapini qilgan bo'lsa, to'yliq bor ekanligini bildigan bo'lsa, ikkalanning to'yliq bor ekanini bildirsa, bu shig'ar bo'lmaydi. Shig'arning ta'rifini bilgan to'q la sadaqa baynahuma deyishib. Bunda qilsa, undan bu nikoh shig'ar bo'ldi degan. Ularga niyada mavolibning unda deb qo'yishi ortiqcha. Hamma qil ihdahuma sadaqan deb qo'ysa, va birisiga nima debdi? Mansa to'yliq birsin gapini qilmay deb bunda almashtirishimiz degan bo'lsa, Imom Shafi'i biraylarga to'yliq bekitgan ekan bo'ldi deb qaraydi. Ikkinchisi shu mahramlisiz ketdi. Ikkinchisi to'yliqsiz bo'lmaydi dedi. Buni buzmay rusulimiz tuzutimiz debdi. Bu Imom Ahmadning kelgan rivoyat ekan shu. Val mahrul ladhi sammayahu fasidun. Hamda birisiga mansa to'yliq deb otganni bekari. Bu bunda qarışıgan Imom Shafi'i. Ikkinchisiga mahramlisiz ketdi demoqchi. Har shikda. Qadir ikkiga to'y bo'ldi. Ha tarafdan chiqilmavi chida, ma tarafdan chiqilmavi chiqdi. Tamam. Degan bular birisiga to'yliq otib ekan. 5000 ko'y deb otib ekan, ha? Atagan ekan, birisi atmabdi ekan. Atmagan bu shu to'yliq boshqa to'yliq yo'q deyishib ekan. Imom Shafi'i bunda ahvolda biz 5000 ko'y deb bekitgan to'yliqni unumi hisob emaslar. Hani ikkinchisiga mahramlisiz bekitib, biz bu to'yni hisoblayveramiz. Ya bu bekavlar ketdi demaymiz. Mahramlisiz pulga 10,000 ko'y ekan. Mana 10,000 ko'y berasiz, sizlarga mana 10,000 ko'y bersizlar deb shunday tushirib qo'yamiz debdi. Va qala Abu Hanifa nikoh shig'ari tasihhu bi fard sadaq mislana. Abu Hanifa la sadaq da ikkili tarafga faqat to'yliq yo'q deyishib, unda qismo nikoh shig'ar qildi. Qilgandan biz buni ruslaymiz dedi. Rusululloh bo'ldi. O'ngshasak. Yani bu qabla dukhul va ba'dahu dedi albatta. Qanday o'sha ekan? Bi fard sadaq mislan. Bunga har ikkisiga u sadaq yo'q deganimiz yelo. İslam şeriatida bo'lmagan narsani e'tirof qilmaydi. Siz o'zingiz divangiga buni tunmaydi islom. Chunki islomda to'yliq ko'rish bor. To'yliq yo'q devasangiz u gap baka. Lekin nikohga ba'dan oldin degan shu hisob, shuni tunaymiz. Undan keyin hozir nikoh qildi, lekin to'yliqning gapini qilmagandek o'xshash. To'yliqning gapini qilmagan taqdirda qanday qildi? Mahramlisiz gapirdi. Undan keyin mahramlisini berdi, nikoh olib ketadi. Va bihi qala al-Layth. Bu hadis bilan shu Imom Shafi'i rahimahulloh o'xshamadi. Imom Shafi'i agar ikkili tarafda mahramlisining gapini qilmagan ahvolda yufsaq dedi. Batil yufsaq. Imom Malik la sadaq deb unda mahra ammasqa tutishib qarshi qilib olsa, ikkili taraf bir-biridan ammadi. Buni zada yo'tkab aketgan bo'lsin, taqamda nikohlab turgan bo'lsin, qatnada buni buzutimiz dedi. Imom Shafi'i buzutimiz dedi. Nava ikkili taraf bir-birini ammaymiz degan chaq. Hani Imom Shafi'ning o'xshamaydigan yeri birisiga debdi, birisiga demabdi. Bu chaqda andin biz buni rustaymiz, mahramlislik bilan ma'lumotimiz birisiga degan nima baka, demaginim baka, ikkilasi mahramlislik ma'noda dedi. Imom Abu Hanifa ikkilaylarga ammaymiz deyish qilgan taqdirdami,
معنى كأفرقلم تجتمع الفرق وبي قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري الإمام أحمد بالرواية قرأت بالرواية ما قرأت قالوا بينهم بزوج شنو أخشين يمرسي داسك نمول مثلا برجع أفضل كلام أمي كلام بيشوفه مانو بيشوفه بس مانو بيشوفه بريء يا أتمنى نقال أسمع نقال برتق أتمنى نقال مهرم سوته أتمنى نكين أنا مهرم سوته نكين ما هو ده أز أتبدونهم بدون بقى قلوته من مهرم سوته لأحدنا صدقا أو لهما معنا يا شو أو لهما معنا لهما معنا بخارج النزاع بيوتها تمام يا لهما معنا وندك شنو لهم خد بالمبلغ حساب ديندك بلكي مش بس من كويدا مش إشكيلش حساب ديندك في الأهوال الوطن مثلا بيشتري بس من كوي بريكين bu anda bu beş min koy manım o toyluk olurken burada anamın ve toyluk olandek bulurken bu kandaga onun şey olmaz ama işkiliş kendi ma 5 min koy anamın 5 min koy dese bu toyluk atgan boldu bu şıgar daha çıkırdı yani bu bunda toyluk atıp kaçkul bulamamda şeyler bulamaydı şu şıgar diyenler biz başta tarif qilgan çağda toyluk atmam dedim hech qaysi to'liq atmagan nikoh ishli taraf to'liq atmay qashi bo'lgan nikoh deb bundan o'qigan tarif qarasak hozir mana iborada izbasi bor وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل endi yerdagi talash tortishning sababi nima desa o'sha bir cheklama keldi rasululloh chekladi to'sdi deb keldimi keyin mush to'sash yo cheklash bu badalsiz mahrisiz bo'lib qolganlik uchunmi yoki biz uqmaydigan boshqa bir illat bormi g'ayr muallal degan biz uqmaydigan bir sabab bormi ya'ni ta'abbudiy deb qo'ydi ba'zida sababini qo'ydi balki biz uqmagan boshqa bir illat bormi boshqa bir illat bo'lishi mumkin lekin biz uqmaymiz deb qolsak u chog'da qancha mahrammisligiga o'zgartirmasliklam bu halolab qolmaydi boshqa yana bir kashf bor bunda degan mazmun chiqdi ammo o'sha to'yliq bermaganlik uchunlar to'yliqni ismini atmaganlik uchunlar to'yliq yo'q deyishganlik uchunlar cheklangan desa qancha to'yliqni mahrammisligi o'zgartirdik bo'ldimi ona o'shatdi asli chataqmayadida bir to'g'risak o'shaldi degan asli bunda ahvolda o'shul olgan asli o'shisi bo'ldimi cho'qim uni bekor qilib o'tmay tuzatkil bo'ldiganlarmi shu bo'lsa tutamiz mesela qozonga tomoqni qo'ysak tuzinchisi shakar bo'lib ketdi shunday qilib tuzinchida qo'ysak o'ngishilishi mumkin biz bakat ko'tardik uni endi shundaroq bir tushunishdan muallaqdan uni فإن قلنا غير معلل لازم الفسخ على الإطلاق يق bunun bu to'yliqsiz bo'lib qolgan bosh sabab emas undan boshqa tushunmagan sabab bor bo'lishi mumkin bunda deb qolsa unday emas u shukur etgan bilan tuzni tavsiya bilan o'shalmaydi bu boshqa nurg'un kashfa deb buni o'n saqin baka bo'lgan tegidan buzilgan narsa deymiz yani bu zötümüz deydi وإن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق ومثل bu yerdagi cheklashdan asli kashf nadida desa bunda shu to'yliq yo'q deganlikni kashla desa to'yliq bormisa mana to'yliq birdan bo'ldi desak to'g'ri bo'laverdi Abu Hanifning qarashi masalan nima misl aqd ala khamrin aw ala khinzirin xuddi masalan mahr babida o'tdiqo ya bir cho'shqa ya bir tun aroq ya falani tijoratdan machishek deb to'yliq deyishgan bo'lsa buni biz qancha tuzdib bunday qilib mahrimmislik opirdik yoki shuning qimmati masalan ba'zi so'rab qolsa endi bir narsa opirdik va hammalar bilan ittifoq kelgan edi shunga hanifiy mazhabda kitobda bunday yozdi agar bir tun haroqqa yoki bir cho'shqiga to'yliq deb minib tikishib nikoh qilsa to'g'ri bo'laverdi dedi ammo shu cho'shqini haroqni oladi degan gap emas bu nikoh to'g'ri bo'ldi lekin biz qanday qilamiz haroq cho'shqini o'rniga mahrimmislik olamdi boshqa bir halol pulni oldirgan shu o'z joyida mahrimmisda biz bahs qilib o'tdik buni mahrimmislik berishi mumkin yoki haroqni shu haroqni jushtan haroqni necha pul qoldi ekan manch pul bilmagan ekan mollamdan bilsa ammo nikoh bo'lmadi desa qanday qilamiz desa buni ruslaylar deb o'shirsa وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الخمر إجماعا أراق ياكي شوشقا كليشب to'yliqqa shu narsani bilishib kelish bilan qilsa buzatmaymiz إذا فات بالدخول qachon esa bu yo'tkab olib ketib bir yashiqni bosh qo'yib qo'ygan ahvolda buni buzatmaymiz barcha uning o'rniga halol narsaga o'zgartirib degan buni ittifoq deydi ya'ni bu yerda mahrammislik bo'libdi deydi buni ijmoan mahrammislik bor إذا فات بالدخول
nikohu biduxul deb mo'da. Nikoh qilib bo'ldi. Bu bo'lgan bu yerda bu qizimni cho'kan bo'lib bo'ldi, ayt etgan bo'ldi. Jiq ishlar qo'ldan ketdi. Ya'ni uning dal vaqti o'tib ketib qoldi. Buzishyapti yoki shu nikoh qilish vaqti o'tib ketib qolgan. Yoki shu mahri fatilgan bo'lishi mumkin. Mahri bu chog'da qo'ldan ketdi. Chunki uni mahri bo'lmaydi. Mahri barcha uni osi bo'lmaydi. Demak, bunda hozir mahrini solibdi. Undan keyin ma'nodimi? Bunda tuzashtirsak bo'ldi-ku. Xuddi bu yerda qiyos qilayotgandek bir ahvol bor. Va kanna Malikan radhiyallohu anhu. Endi bu yerda Hanafi mazhabining kisal jalliq, Hanafi mazhab tarafchilarning jalliq bo'lgan muallif hozir o'zining imamining qarshisiga ham uzr bayon qilyapti. Va kanna Malikan, endi balki bizning imomimiz ham bunday deb o'ylagan bo'lishi mumkin deb. Chunki ma ijmo o'rniga qiyos qilib ham jalliq qildi. Masalan, ma'nosida bunday nuqtaning shu o'xshaydi mana, shunda durustlab bo'ldi-ku deb turadi jalliq bo'lg'achqa Imom Malik o'zi bayon qildi. Va kanna Malikan radhiyallohu anhu ra'a anna sadaq va لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ها هنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهي. Yani İmam Malik belki mandalep qaragan bo'lishi mumkin. To'yliq degan bu nikohning sahih bo'lishing bir sharti bo'lmasimi? Shucha atımızın nikoh bo'lardi-ku, shundami? Shunda bo'lmasimi? Bu yerda ma nikoh shig'arda bu aqdninki fasid bo'lib ketishi min qibl fasad as-sadaq maxsusun dedi. Musho nikoh shig'arga xos musho dedi. Musho ahvolda biz chekni ayrim kelgan ekan, musho ahvolda bu ayrim masala nikoh shig'arning ishi ayrimmi? Buni o'xshatmaymi? Hozir siz qilgan qiyos buni o'xshamaydi. Buni ayrim bir nahiy keldi. Ta'abbudi. Yoki xuddi qiyos fi muqabil nas bu demakchi masalan. أو رأى أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد. ياكي من هذا قرغم مش ممكن. بهذا مش عقد كريشنن لفظه. Yani sıgatul aqd. Muşun münasebet bolışı mümkün şekilde. Zaten kimki olmuşaş vakıda qaramaymiz. Sığını qilgan çağda, nikahını şu sorunu qilgan çağda, nikahının lafzda la sadaqa baynana deyishganmi? Bunda deyishgan bo'lsa, nahiydan qildan boy hisob bo'lmaydi degan dedi. Deganki shu chaqda bu hisobimiz bo'lib bo'ldi. Lekin uni o'shayman deyish bakar. Ya'ni buni bunda holatda tushungan bo'lishi mumkin. والنهي يدل على فساد المنهي. نكاح شغار قمانlar deb to'sqanlikqa buni qilsanglar bekor bu yoki buzuk narsa bu deyilligini bildirdi. Xuddi shu nimada bu tuzuqamiz. An-nahy anil bay'i at-nida al-juma'. Fasad al-manhi mo ya gunohkorlar to'g'ri olamdi deganda endi aql qarashi bor. Hozir ham alhamdulillah uni nikoh shig'ar degan gap yo'q-ku bizda. Xash qudulab qada balki bir vaqt bo'lmaydi bular. Bir nikoh qilib bir muddat o'tgan nikohni xash qudib bo'lsa deb arzu qilsa bo'lganga. Ularning kim bu nima? Bizning diyorimiz nisbatan buni hamda import qilsaqmi kafanallohu sharraha. Bal tabiqigan joylarda zaharni so'zlab ketganmiz bormi? Bu zahar bizning o'zimizda yo'q. Zahar dengib zaharni alayya kadahar ummi dengib yo'q zar. Lekin bu to'xtalmasaqmi? Haqiqatni uni tushuntirib, andunda zahar o'rgatib, andi zahar qilganmikin bu munda tarafimizda buni avormisaqmi? Beshimiz saq tug'un yaxshi. Wa amma nikahul mut'a asli nikoh mutaning tarixida ixtilof bor. Vaqt nikoh mutadamdo demamdo. Ba'zi nikoh muaqqat va nikoh mut'a. Jumhur olimning qarshisida balki nikoh muaqqatni nikoh mut'aning bir turi. Abu Hanifaning qarshisida nikoh mut'a degan shu tamatta degan so'z bo'lishi kerak. Tamatta'u biki ila kada degandek bir sig'osa mut'a. Lekin bir oylik alayhisini desa bu muaqqat bo'ladi, mut'a bo'lmaydi. فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. نكامت أنا شكل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شندا متواتر حالته خبر لا كأن بلغت سبتنا غنبوسما. لكن قچن بوغان مشكل ما يعني شكل كان وقتا اختلاف بار. يعني قچن حرام قلنا كتكان دسا بعض روايات إنه حرمها يوم خيبر. وبخاري من رواية البا حرم لحوم الحمر الأهلية والمتأدب بالجمكن البخاري ده. وفي بعضها يوم الفتح كان مسلم رواية البا بك فتحيغان شغدا شكون لكا رفسطيغان كين عندهم شكلات كان حرام قلوات كان ده. وفي بعضها في غزوة تبوك يعني بعض رواية حاولنا رواية ده تبوك غزوة ده مقيغان ده. وفي بعضها في حجة الوداع يعني بعض رواية أبو داود رواية ده وحجة الوداع ده
haram kılınıp ketken. De kudda bazını da taha. Amma nikah mutaqiq Allah şu bir yer çıkıp bir döngüşman bana qıramanatamsa. Obdan etken tığdap erfatullah birbirinden ayrılıp vedalaşqandıp vedadap bu şu sizgi çatırken. Ya şu döngüşde saniyetul vedadap atalgan. Hacetül vedamın da hacetül veda oğalıkça Resulullah vedalaşqalıkça hacetül veda değil de. Hani bular aşında mutaqiq Allah üzere birbirinden qıramanatam. Bu Resulullah çekilette. Çekilgen bolsa da öz uttağan. Hoşlanmamakta ayrılgan çağdaki açtığını saniyetul veda deb atagan diye rivayet var. Demek şu haccetul veda da haram kılıvetti Resulullah. Haram kılıvetken diken bula aşağı tariyanında aşağı cihada vedalaşkan dedi. Bir donluk nusida. Ve fi badihati umretul qada. Yani bazıda şu ömrüne kaza kılıştı kergenciliğin depti. Yani Resulullah sahabelerle Mekke mağancalar müşerifin taşı oldu. Keyin kilerciler misin? 3 gün durup nöküp getirmezler. Kilişken boyunca kilercilik edip ömrünün kazasını kılıp ketdi o. Şu çağda aram kılınıp ketken deptir. Yani ve fi badihati am avtas mana. Yani bu amil fath ha. Mekke fathında şu Taif'in etrafında bir yer boğun gazaptı. Sabaya avtas deb çıktı o. Taif'e yakın bir joy. Bu Müslüm'ün rivayeti kelgan. Avtas rivayet. Müslümanımız qarasanlar asasan şu gazaptiki ahvol. Safardagi gazaptiki ahvol. Demak Rasulullah bu mut'ani muqim holatda şehirde, aile, üyeleri haklı ottagan holatda ruxsat qilib bakmagan. Gazap çıkmasa, gazap çıkanka 3 ayda dolma paya verip, keyin bir ay düşman bilan aşağı rejilişip turup, keyin qaytishda bir ay yani tövbe shaymında uydan ayrılıp safar qilgan holatda bu boytaqlikni yomon bo'lgan ekan, qisilib ketgan ahvolda bir ruxsat qilgandek. Shuni necha qatim ruxsat qilib, necha qatim cheklagan degan rivoyat bor. 2 qatim cheklab, 2 qatim ruxsat qilib, 3 qatimda to'liq cheklanib ketgan degan bir rivoyat bor. Böyle aşağıda bir zürüret ahvalı var. Zürüret ahvalı qarta ruxsat berilgan. Lekin Madinada muqim turayotgan chaqda, Makkada muqim başında davomli yashayotgan holatda shu shahida mutaqillan degan nima yo'q. Bu shiyada hozir mutani joiz deb qaraydi. واشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه تحليلها. ابن عباس رضي الله عنه'dan muş nikah mutahhala degan so'z, muş rivoyat mashhur bo'lgan. Bu mashhur, ya'ni unda yangan degan rivoyat bor. Müşünde ahvaldan. Men bütün sahabenin ayında İbn Abbas ya bir qancha sahabe tarafta bunda qaragan. Yakunda rivayet kelgan. واشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما تحليلها. ابن عباس Abu Sa'id al-Khudri'den Cabir'den mükayyin olsun mümkün. Lekin İbn Abbas'ın bunda bir meşhur rivayet vardı. Ve tabi'a İbn Abbas radıyallahu anhuma alal kavli biha ashabuhu min ehli Mekke'te ve ehli Yemen. İbn Abbas onun şahitleri olan iken Mekke'deki şahitleri ve Yemen tarafındaki şahitler Tavus, Aşula Yemenlikler. Ekrime, Said ibn Cübeyr, Ata, bunlar Mekke'deki şagirdleri desek, bu şunu ergeçken deydi. Ustazın şunu anlayan iken, hani başka kardeşimi, bazı kardeşim bakayım da ben de ergeçken olsun. ورووا أن ابن عباس رضي الله عنه كان يحتج لذلك لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. مش آياتنا دليل تلتين وجد دلالة ما بالناس ترتمز فما استمتعتم diye istimta diyen gap oldu. Demek istimta bolsanlar diye man çıkdı dedi. İstimta bolsanlar فآتوهن أجورهن diye ucur diyen söz mü bir delil dedi. İstimta ulaş ber ucur diyen ber dedi. Lekin bu ayet karta ve cumhur aliminin dedi. فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن diyen bu nikah to'g'riliq kelgan bu. Oldikenge qarama bu oyatning. Bu shunda muhsanat nikah orqali oson bo'ldi, bo'lmaydi degan gapni qilib qo'ygandan keyin undan degan gap bu nikahning gapi bu. Ammo ujur degan so'zni ishlatish bor. Ujur degani boshqa oyatda bor. Oyatni o'qinglar, mahriga ujur deyishgan. Ujurahunna to'liqmama oyatda. İza ataytumuhunna ujurahunna. Başlayatda. Yani şu ayette bayan ujurahunna diyen. Şartta da bunda yo'qilgan ibarlı ba. Davam ekan. Bu ujurahunna chiqmagan. İstimtatum bihi minhunna degani balki bu ayette takdim ta'khir bo'lishi mumkin. Ya'ni ta'tuna ujurahunna istimtatum bihi minhunna degandek. Yani cho'qim bu istimta burun bo'lib, keyin şartlanagandek xizmat ko'rilib, masalan, Amerikaga shartlaganda bunda gap yo'q deb turarkan. Va fi harfin anhu ila ajalin musamma. Harf degani bizning bilgan to fi qira'a.
Bu da ahrif sabah diyende. Bu bir kıraatte yani İbn Abbas radıyallahu anhu'dan kelgen bir kıraatte فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً قراءة الدليل. وروي عنه أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Muta degan faqatlam o'sha ummatga Alloh taolo rahmat yuzidan qilgan bir rahmatga iboratdir dedi. Buga to'g'ri. Çünkü unda safarda g'azab qilgan chaqda, ana qiyinchilik bo'lgan chaqda ruxsat qilgan, sahobalar qizim ketmasin deb rahmat qilgan. ولولا نهي عمر عنها ما اضطر الى الزنا الا شقي. Umar buni cheklab turmagan bo'lsa, kishilar zinoga muhtoj bo'ladi. Zinoga desib sanmaydi. Takaltan to'liqar badbaxtlar bo'lsa, bu desish mumkin. Lekin normalda odat kishilar desib sanmaydi. Bu nima gap? Yani Umar to'sqan deydi hozir. Umar o'zining xilofat davrida bundan to'sqan. Xuddi Rasululloh zamonida Rasululloh to'sqanda. Demak, Umarning to'sishi qonunli qonun. Rasululloh to'sqan bo'lsa, ki Umarmi to'sqan, sahobalar unda to'sab turgan buni. Hazrat Alimo durust olmaydigan. وهذا الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار. ابن عباس'ın kelgan müşir rivayetini şagirdlerden İbn Jurayj, Amr ibn Dinar gibi şagirdler rivayet qilgan. وعن عطاء قال عطاء من دارين سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, Ebu Bekir'in zamanında, yani Ömer'in hilafetlerinin 20 kadar mut'a qilgan to'qdi. Bu mut'a qilganlar, hayır, musu gap. Hacı tamattu qilgan to'q demdi yoki o'zida nikah mut'a qilib turgan to'q demachi. Ehtimolli bo'lsin. Chunki Hazrat Umar hacı tamattu'ni to'sqan. Va tamattu mishada hacı tamattu'ni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Nikah tamattu'ni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Hacı tamattu'ni to'sqan chog'da Hazrat Ali, men bunda tamattu niyat qildim deb Hazrat Umarning cheklini chiqarib qarshtirib, kezishib qo'yadigan. Chunki mana shu Rasulullohning sunnatini to'svasan uni maynar yerda. Hazrat Umar ham o'zining tushunishi bo'yicha, ya bunday qilish yo'q deb to'sqan. Demak, bu hacı tamattu yoki mut'a ishkisi bo'lishi mumkin uni. Ondan Buxoriydami Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu aytganlar, buni rivoyatida biz o'sha Allah Taala o'sha tamattu to'g'rida, mut'a to'g'rida oyat tushgan dedi. Fastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Ondan keyin odamdan bizsa buni cheklab turib oldi. Yani Umar'ın demoqchi. Demak, hozir mut'a joiz degan mushu qarash hozir Ibn Abbosdan, Husayn yoki Marvayda mut'a deb Jabir ibn Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri balki andan bir narsa sahabadan katta. Balki bular aniq keskin dalilga erishishdan ilgari deb taqdan qarish bo'lishi mumkin. Demak, bunda shunchalik bir ixtilof bormi? Hazrat Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu keyin yanğanligi rivoyat qilgan. Yani qo'yishlar bu cho'shqidak, maytda, damga o'xshash bunda harom bu deganlik rivoyat. Başdan da shu oyatni bunda bu nikah emas, bunda mut'a deb tushunib qilar. Chunki lafzi shunday ehtimolli bo'lg'achda. Ana degan bo'lsa, keyin ondan bu sahobadan aniq rivoyatni olgandan keyin bo'ldi. Chekilib o'tgan bu deb tushungan bo'lish. Bunda ahvol chiqadi sahobalar xabar etmay qolganlari bu. Hali zamanimizda ba'zi ularning Avrupa'dagi fatvasi shuni turib belirli fatvomi? Mut'a azim muvaqqat. Shuni ba'zi shayxlarningki fatvo ba'zi deb olganman. Masalan, bunda ba'zi shayxlar o'sha Yevropada o'qishga borganligiga qarata mayli deb fatvo bergan deb olgan. Çünkü bu anda nimaga asosan bo'lishi mumkinsa, Rasululloh zarur ahvol bo'lgan chaqda ular ruxsat qilgan, keyin chekilgan zarurat tugandan keyin to'xtatgan. Yani zarurat boshlansa yana yo'l qo'ygan, zarurat tugandan keyin cheklayotgan. Ve bu aslında zarurat cheklik ahvol. Ayda zaruratga balla bo'lib qolsa, qiysi bo'ldi deb Yevropaga masalan 3 yillab, 4 yillab doktorlik magistrlikda shu o'qib ketganligiga qarata ya to'y qilmay yashaysa Yevropaning o'zlari yoki o'chishchilik, buzuqchilik ya to'y qilmay yashashda ya zinoga dastur solgan shuna o'sha vaqtning gardiston bo'ldi degan o'xshaydi ekan. Vallohu Mesela şuna zahmetendeki kuli ticaret kullanmak kıyafet kurun. Musulman var mısın?
Müsaade olmadı başka bilgiler, kızlarımın başka yerlerine çıktığında İbn Abbas'ın gibi bakrak, oturup sıkırıp koyup, tosak kaptı demek ya. Ya bu anda fukal amsar, hatta icma kıyammasın. Burunlarında, sabrınlarda kılap bulup çıkın. Çünkü bu Hanife, Şafii, Evzai, Muşunda, fukal amsarlık her vakta. Hem nasıl degidek, bu da caiz demez de para. İcma olur. Hazır manada, kat zürület olarak kalsa, ruhsat kissa, Resulullah'ın mukiyonu bu işe, ise kullan. Çünkü bu kanda şirayetten durmuşsunuz, ruhsat kılmışsak bulmaydı, ya kep kaldı, ya gadir ruhsat kılsak bulmaydı da belgileşin, şu çağının vaziyeti karadıgan ölümü alınışı. Ama alımlar ise Avrupa sefer kılanını, gözünlük okşuğanını makul demek bulmaydı da para tutmaz. Onu işker tuğallını, başka tuğallını okşaşlar çoluğumuzda ruhsat veriş gerek mi, emas mı? Allah. Belki Müslümanlar lazım. Belki ahli kitaplar tutmaz. Yani nikahınız caiz olan işlerdir. 2 yıl okuyma, 2 yıl dışarıda çoğunluk ahıtımla beşeyle nikah. Ya çünkü ben size o zaman niyetinde keçi yapar, kendimizden fitemalık niyetinde ende vakit niyet kılıp ağın nikahla. Bir asiyadikillah. Bugün ne bizim diyarımızda dışarıda çoğunluğa açılarken o ticaretle ötekülsüzdür. Dolayısıyla şu küçüğü de kullanmış. Küçüğün yapıp ayağını kitip, kayıtsiyonu oturup, yanım ayağını kitip. وأما اختلافهم في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره. Biz bu xitba ala xitba ahir yanına muttafaqun alayhi hadislen çekilingen eş dedik ama aram iş dedik. Wala yaqtub ala xitbati akhi hatta yankahu yarud. Qarindishini so'zishayotgan narsani so'zishim aram dedik. Bu nima uchun desa, o'ttirda qarindoshlik qilishga ta'sir etkazadi eshdi. Aram qildi. Fakat taqaddama anna fihi 3 aqwal. Yuqorda bizim bahs qilgan nikah ishiga qarta cheklangan ishlarni bahs qilgan vaqtimizda 3 xil qarash bor deb bayon qilib o'tgan top. Qavlim bil fasx, ya'ni mushunda ahvolda nikah qilgan taqdir nikah bo'lsin buzutmizda, va qavlim bi adam fasx. Nikah qilgan bo'lsa buzutmaymiz bo'ldi degan qarash. Buzutimiz degani Davud Zarining boshqaning qarashi bo'lishi mumkin. Ama yani buzmaymiz degani İmam Şafii'nin bo'lishi mumkin. Va farqun bayna an tarida al-khitbatu ala khitbati al-ghayr ba'da ar-rukun wal qurb min at-tamam aw la tarida wa huwa madmar. Yani İmam Malik'ninki unda tafsili bayon qilib, rasmiy tutishib an to'y qilimizda plan kun deyish to'y qilaylik deb turgancha biz bilan buzvatsa, bu chog'dan buzutimiz deb turgan. Yo'qda hamma tabiiy g'izatchiqda rasmiy tutish Ulaştı ilgiri, sigirtlan muğaysa, uçağda biz ötmeyimiz degan bir tefsirli qarash var. Bunun da bunun to'xtalib o'tib qo'ygan. Yani hozir xitba ala xitbada g'ayrihi degani birisi so'zga chiqdi. So'z ochgandan keyin g'atchili kelib tursa, voy men manch pul chiq birma, ya'ni qilma, meni tegan deb plan bu. Bundan buzib plan, hani ilib oldim. To'y qilib qo'yib turib. Bo'lgandan keyin da bu ahvolda mushu bo'lgan to'yni buzutamda çünkü çeklimi kelgan. Rasulullohning sarih çeklimi keldimi? Keldi. Ularning xuddi nikah shigarnimi batıl dedik. Xitbat axiyning batıl dedik. Ularning bunun batıl qilib buzutimiz deb turadi. Yani günahkarlash, u degan boshqami? Günahkarlash bo'ladi. Lekin buzutamlik buzmamda. Wa amma nikahul muhallil, yani alladhi yaqsud bi nikahihi tahlil al-mutallaqati 3. Birisi 3 talaq bo'lib ketdi. 3 talaq oldu yo'l qanmoqdi deymiz go. Yo'l qanmoqning qarshi bunun necha bolasi bor o'sha. Hani ikki versiyani pushmon qilib so'rashib o'tdagan. Charva musulmon aytdi, o'yimiz buzib ketdi. Andan birisi qilib ya o'zimni bir savobli ish qo'yay bo'lgan, uyni qo'yay deb bu maqsadda yakanda qilib bunda bir ish vardi deb asta, ya taslim joyda ya axirni nikah o'qitiblam lekin bunu qonunda ya unda qilmaylam shu nikah o'qitib sharlam talaq qilgan bo'lib, unda so'rib ish qilib lan qilamdir ish qilib bu ashunda ilgiriki erga bu ayolni halol qilib bermoqchi, halollashtirib bermoqchi. Shu kishining qilgan nikohi. At-talaq maratan dedi, undan 3 fa in talaqa fala tahillu lahu hatta tankaha zawjan ghayrahu. Hatta tankaha zawjan ghayrahu azr mushu boshqa bir ayolga tegsa, undan u erdan aziz qolgan taqdirda undan halol bo'ldi. Hozir shu ikkinchi er men bo'lay deb bu mahallada men elib bilan talaq qilib, undan halol qilib beray degan edim. Alloh
Deyishini qilganmi yoki bizni xabar qilsa Bunun ayında tafsilatlar var. Mesela bu ayol ayına maksatlı deyişi mümkün. İkinci ayağı. Ayol hızlı deyişi mümkün, erdemesi mümkün. Ya işbirisi işsiz buluşu mümkün. Ya işbirisi ağzaki deyişi mümkün. Ama sen tamamında toyunu kılmaz. Ertesigen, bundan tekirlememiz talak kılıtılar. Teşebbüsü mümkün. Çünkü bir gün birlik konuslar, ertesigen talak kılıtılar. Teşebbüsü mümkün. Demek bunda bir ahvalda müşahitimi bir nasıl kelgan, nahiy kelgan deydi. Lekin nahiy, endi sabit nahiy kelganmi? La'nallohu muhallila val muhallala lah degan hadis. Termiziy rivoyat qilgan hadis, Termiziy va boshqalar. Lekin nahiy keldi deyiladi. Fa inna malikan qala huwa nikahun mafsuh. Demak nahiy kelgan ekan, Imom Malik buzudimiz bu nikahni debdi. İkinci adam aslında niyetinden bir nikah o'qib topdi deydi. Duxul qilgan bo'lsin, o'qigan zot buni nikah qilishimiz. Shuni deykanmiz. Imom Malik bilan Imom Ahmad birlamishadi. Va qala Abu Hanifa va Shafi'i huwa nikahun sahihun. Bu to'g'ri nikah bo'laverdi debdi. Shu tahlil qilishning nikohi. Bilishadi Abu Hanifa bilan Shafi'ning qarashini bayon qilishda Abu Hanifaning qarashi dal bunda bo'lmasligi mumkin. Ishlarni asli bayon qilib berdim-a? Yasihhu nikah va yubtilu shart. بدأ السنة كاساني دبتون فإن تزوجت بزوج آخر ومن نيتها التحليل الأيال من مقصد التحليل قلقت ما يتقبلهم تقلم أرجت يورشكن فإن لم يشترطا لكن لم يشرطا ذلك بالقول إغزاكي بلامسة آتا تلقلسيز bu tahlil uchun qildik jumada bunda deyishmagan bo'lsa normalda shu nikoh o'qib tegibdi ko'ngilda ekan ishlaylarni shuna maqsad bor ekan va dakhala biha ala hadhihi niyya bu niyat bilan bo'libdi hallat lil awwal fi qawlihim jami'an qawlihim jami'an imom va sohibayna shu hanifiyazning imomlarning hammasining ko'z qarashida shu birinchi ayaga demak bu ig'zoki zodi mushunda bir deyishmaylam ko'ngliga fikib mushunda nikohni qilsa bilib bo'libdi daqat usaylatuhu bunda bo'ldi unda bo'lgandan keyin ondan talaq qilaversa ilgirki ayaga halol bo'laverdi debdi لأن مجرد النية في المعاملة غير معتبر. Çünkü muamellerde niyetinin özü hesap olmaydı. Sözgü qaraymiz neçe? Tavaqqan nikahu sahihan istigma şarait sah. Bak bu ada adet qanunluq nikah o'xshash nikah qildimi? Bu to'g'ri bo'ldi dedi. Fatahillu lil awwal kama law nawaya at-tawqif. Xuddi bu ikkidan ko'ngilda shu vaqt belgilab bir oydan keyin xatmni olmadi to'g'ri. Bir oydan keyin qo'yib birmadi. Ikkidan maqsad qilib lekin izzaki deyishmagan bo'lsa normal nikahda bo'lib keladi. To'g'ri bu bo'lavadi dedi. وإن شرط الإحلال بالقول أمده مشركان أجمع الجرك أجا على الخبرشن قال ده تقول كي أتسه ونتلق لما تلق الزجمار نشهد شيء كان أقران شرط عند شهد بجنب بوسا وكان الشرط منها عند أيضا شرط بجنب من فوان كان صح عند أبي حنيفة وزفر أردم جنب كانه ويسب لا ورد أبو حنيفة وزفر وتحل للأول ويكره للثاني والأول لمك بو أيال birinci erge halal buldu. Lekin bu ikili erge nispeten bunda qilish makruh debdi. Va qala Abu Yusuf an-nikah thani fasid. Abu Yusuf ikili nikah endi ig'zaki deyishib tahlil uchun oldim, tahlil uchun tegdim. Yani deyishib kelsa fasid debdi. O ayol shart qilsa nikah durustmi? Ha, shart kelsa fasid deyish mumkin. Ayol shart qilsa shu birinchi erge halal bo'lmoqchimi? Halal bo'lardi. Lekin ikili hozir ishada makruh ishni qilgan bo'ldi. وقال أبو يوسف النكاح الثاني فاسد أبو يوسف إشكين النكاح فاسد الدور وإن وطأها لم تحل الأول إشكين النكاح إشكين جار وأيضاً باللبوسة برنجة ألقى أغلظ ما يعني هو demek bunun masada devamıdır. Çünkü bu fasit olğanı ki asli bu ikinci doğru bir nikah kılgan bolsa ondan halal kılıp birdi. Doğru nikah bulmağını ki bu yanına beraber eşiş bulmağındır. Daki zevkul usayda bulmağındır. وقال محمد عند الإمام محمد دبتا النكاح الثاني صحيح النكاح سيولد مش أهولدا ولا تحل الأول demek خد بوام ده قاعدة boyunca مش işte mahrum koyma diyendek Müslüman nefisinden mahrum buldu. Bizim uçada üçüne birinci ayga halal olmanı da kılıp algan bunu. Aşırı mahrum kılıp etemez. Nikahını toğra agar yaşasan bunu yaşayamam bunu. Ama bunu ulan nimaga qaytanmaysa deb turamiz. Bu anda bir mazhabdagi olimlarning qarashlari. Vaqala Muhammad an-nikah al-thani sahih. Bu anda ishkilaylar mushu tahlil uchun to'y qilishimiz emas deyishib, anda degan ahvolda, shu ikkinchisi hisob tutdi.
lekin anga halol qilinmaydi bu nikohni. Do'zu ayollar shu shaxtamiz ertalab gapmon bo'lsa undan. Uni Abu Hanifa bilan Zufar Sahih degan. Demak o'sha Abu Hanifaning qarashini bayon qilishda maktabda bunday deb qo'ydi. Abu Hanifaning necha xil rivoyat bor bunda. Biz bayon qilganimiz unda tafsiliy emas. Abu Hanifaning bir shogirdi biznasida rivoyat qilgan, yani bir shogirdi biznasida rivoyat qilgan, Hasan rivoyati bor, Yaqubning rivoyati bor, rivoyatlar. Imom Shofiyning kelgan mush qarashning bunisi taz mujmal mushada. Imom Shofiyning xil qarash bor degan bir nima borda. Şafi mezarının kitaplarında. İmam Şafi mündatken nikahın sana degende ikinci nikahın aksatılmalı. eski nikahın yapılmış. Muhallelinin nikahı. İmam Şafi yaptı. Bu mesela ben bu şey yakın kelgandan talaq qilmayman. Talaq bergizdi deb unda shart bilan og'im bo'lsa, ish qarash vakil. Bir qarashda Imom Şafi to'g'ri bo'lardi debdi. Ya'ni bir qarashda to'g'ri bo'ladi. Lekin ma shart va ma keyingi shart ma islom tonimaydigan ma'nosi biko'rlik ketadi. Xuddi masalan filmazatmi vaqtniga qilamisan bizlar. Masalan Zufarning qarashida sizni oldim debdi. Sizni oldim desa nega bo'ldi-ku? Lekin sizni bir oylik oldim degan bo'lsa, bir oylik dengizni islom tonimaydi maketi. Ko'tiraman 0 gitan. Oldim deganni islom toniydi. Shunami? Men hisob qildik. Bu odatga abadiy nikoh bo'lardi. Bu bir oylik dengiga yo'q chiqirma deganga o'xshash. Va Imom Shofiymi ma'nosilda aslida oldim deganni hisob qilamiz, buni to'laymiz. Ammo men bilgandan buni jihatim bilolab sizga talab qilma degan gapi bu islom tonimagan bakadim. Imom Shofiyda ikki qarash bor. Bir qarashi mundaroq, bir qarashi mundaroq. Yani va nikahun sahih dedilar. Ha? O şartı bakar. Kullu şartın neyse fi kitabillah fe o batıl. Şartı yok çıkartırken iken aldığın gibi şu top kaldı. Şu hesapta. Ya halal buldun. Yani talak tıklatı halal buldun. Talak tıklatı halal buldun. Ama ömürde kotun olarak gitti. Ömürde kotun olarak gitti. Bu şart boyunca onda kılış gerek ama. Bu şartına karşını sormayınız. أما بيان تغشتات سواء ما سا وسبب اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. Aldılar hadisinin asli senedinde mi adrak yapar. Yani bu Bukhari, Müslim'le sahih de hüküm kılınıp gelgen hadisler emesken. Lekin adrak ravide, maravi manada anılgan da tağıştaz var. Bazı hadisnası sahih de paraga. Bazıları hasan, bazı sal acizde. Demek aslında buna hüküm kıygan çağırmam da, tahriş kıygan çağırdı, hadis alınında bir bet, 20 bet yapılmışsa hüküm kıpılanmadan verirsin. Adrak acizlik var mı? Yani benim şekilde nikah sahih gap nikahın mesela Ebu Hanife rahimahullah'ın İmam Şafii çıkardığı kız karşıda nikahga şart kılıngan filanın kız karşısındaki şurutlar, rukunlar, sadır olup olması sebebiyle bu nikah sahih yani. Bu nikah muhallel sahih olup kalır. Lekin bu nikahın ki vakit mesela cütünlükü talak kırmaya ya cütünlükü kırmaya dukuk boğanlı talak kırmaya diyen dersine kız meselesi de bu nikahın yalnızması götürtkenlik sebebiyle niyat müsellek manada sahih. Yani vakitini verildiğin mesela ama muta'a meselesi münasebet boğanlıktan bu muta'a ilgili olarak diğer sebepten de sahih. Bu nikahın sahih de ispahan. Ya şu mutavlan hazır. Muhallelinin ki kudde bir çetiş vardır. Bu muhallelini vakitlik nikah kıldı hazır. Nikah muakkat. Nikah muakkat olan iken bu batılıkta. Nikah ya da hazır mantık müddet demeydi bu. Bu şart koydum. Etezavvecu bi şart en utallık ba'da en edhul biha diyendek. Aynı bir şart koygan iken bu nikah bir şart oldu mu ya nikah muakkat oldu mu? Ya ki unda bo'lsin bo'lmasin zar mustahlil meselesi kelganda muttahlil meselesinin lanet kelgandikan o zada tigrin bekor qiltamdo ma'nosi. وسبب اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له الحديث. ومشى لعن الله المحلل degan Uyghur tercüme qilsak bunday emas. Allah rahmeti bilan La'nallohni unday emas. Qisunmoya qilibdi demdi.
Şeşki ihtimallık var. Dua şeklinde. Dua buluşu mümkün. Haber buluşu mümkün. Eğer dua desek Allah Teala muhallilge lanet kılgay dedi. Eğer haber olsa Allah Teala muhallilge lanet kılgante deb Resulullah bize haber veriyorkandı. İhtimallık var mı bunda? İğirlik cihatte aşkıliyatı haberge eğirimdi. Haberge sen eğir olsun. Lani nüge karta bunda lanet kılgan yaki kılıyorsun değil de. Çünkü tahlil mahsul olursun. Aşşatak var. Ve müşkaslı tahlil. Bunda alette anda düşkünlük anda koyup birişin üzeri kebir günahının birisi. Lan yaki bunda vaid kagin boğuşta. Bu kudda Allah Teala haram kılıvetken lazım o Allah kutbayagandaki. Şu muhallel digine azir iki ihtimallık var. Bu şu rast. Bu şimdi erişilen haram boğayanı anı alın kıpıralımdı. Ya ki bu özün konuda alıp kıpırman bu diye bir boğallık için muhallelde batılgan mı? Femen fahime minel la'ni et-te'atim fakat. Yani bu şu la'nallahu muhalled demiş. Eğer bir sözler ya dua deyimiz ya habermiş adam. Muş bir eğer sözden bu şu adam günah buldu ki de bunda düşense bu nikah doğru bilemedi. Lakin bu işiyle günah işleyen buldu bu. Günah işleyen de özge. Ağır ma iş cahide ama kılıp anın alıp bulardı. Dep kırak. ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه. خد مثلا جماعة آذن çıkan çağda sosyal manviyente kıpkasa kandalda sosyalın özü fasid diğerli var desek şunun okşutup nişanın nikahın çeklengense nikahını tiran diken bu nikah fasid bulup gidiyor diğerli var. Sure kaide gibi de ikinci yapıp düşmeyin. Enneh yaktadul fesad diyen usulü kaide boyunca fasiddir. Enneh yaktadul fesad usulü kaide. Ama yani nehi yoksa Yani şey lanetler diye bir çekleş bağım. Yani onda tahlil kılmağın diyen gep bağım. Çünkü lanet diye işini yıkıyolumun diyen gep bağım. Şuna veradan nehi sarihanda tütne ekleme birisi müşahını. Tütne birisi müşahını. Kâle en nikahu fasid. Daha ki müşahını bu nikah fasid yaptır. Bir yerde nehi kâgellik için doğduğun fasid olup gidiyor doğru. Fehâdiyel enkihatul fasidetu binneh. Ama yukarı kılır İslam ko'rsatmalarida aniq bir cheklim kelgan, ondan fasid bo'lib ketgan. Shu cheklim kelgan fasid ya batilda bo'lib ketgan nikohni shu edi. Bu tugidanda. Va amma al-ankihatul fasidatu bimafhum ash-shar'. Endi aniq bir sarih bir dalil kelmagan. Har biri ayrim-ayrim ha. Masalan, na Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la yaqbal aqd akhi, lanallohu muhallal, nahan mut'a degan aniq sarih dalil kelgan. Bu sarih unda aniq har biri ayrim-ayrim dalil kelmadi. Lekin İslam şeriatining shunda ro'yidan umum ko'rsatmalardan oldiga hukm bo'yicha qarasak, manda nikah fasid digildi. Aynan nikah bo'ladi. فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح. Bu nikahlamda qanday avvalın fasid bo'lib ketadi. Ayrim dalil kelgan bo'lsa, biz fasid deymiz. Nima uchun? Ya shart sahhadan biz tepilmasa. Shart sahhaning ishida nima bor demaslar. Masalan, bu ayol aslında halal to'y qiz bo'lgan ayol bo'lish kerak degan bir shart bor. Masalan, mahram bo'lmasi kerak. Boshqalarning ayoli bo'lmasi kerak. Ayda ikki ayol bo'lmasi kerak. Deyilganda bir nima bor. Müşanın birisi tepilmese, qana oldu, nikah fasid oldu. Mesela birisi o'zidan vaslan, singlisini yaxshi ko'rib qilib, ishga to'y qilaman deb to'y qilib oldu. Qana oldu, nikah fasid oldu. Belki o'z ko'nglida to'g'ri deb o'ylagandi balki. Ya yana musulmon bo'lganlik emas. fasid degan gap bilan batilni farqlami? Endi mazhabda ayirish mumkin, boshqalar ayirmaslik mumkin. Demak bu olimning istilohi bir-biriga kirishib ketadi. Muomalatda o'xshash degan gaplar. Aslan batil. Hamda mesela başka birisinin ayağını talak kılmaya alıpta bir nikahlıp ele optuması. Bu fasit. Çünkü hiç şartı sahih yok. Bu ayağla başkanının ayağı bulması gerek. Hep bayan kıgan bu. Bu tepilmanken bunu fasit olarak getirdi. Ev litaghyiri hükmün vacibin bi'ş-şer'i min ahkamihi. Yani şeriat az nikahının hükmünün katardan der. Allah Teala'nın kelgan hükümde belgilgan bir hüküm bo'lsa, vacib bo'lgan bir hüküm bo'lgan bo'lsa, buni o'zgartirsa, shundan buni bo'ldi, fasid bo'ldi deydi. Masalan, to'yliq bo'lmaydimi shunda deb tushibmiz. Yani to'yliq bo'lash vacib deydi ya shartlar bu Allah Teala'nın kelgan bir hüküm. Zaman ya tun nisa sadaqatinni nihla dedi. Bu anda bir hüküm bo'lsa,
to'yliqni yo'qlayotdik bo'ldi debla bundan o'qib qolsa, ba'zi olimlardan ya hammasi ya ba'zisi bu fasid deyish mumkin. Va imma bi ziyadatin ta'udu ila ibtal shart min shurut sihha. Yoki shart sihhadan birani nikah qiladigan gapimizni ketib qo'ysa, bu mu undan nikah fasid bo'lib ketishi mumkin dedi. Buni misollarni hali ba'mabdi lekin o'zida serikashlik misol chiqdi buning. Xuddi masalan bir shart qilib, "Meni olasiz, lekin uyingizga o'zim ota-onam bilan turma" degandek tushunmi? Yani unda bir nikahning muqtazosiga, nikahning taqozosi tutgan unda shartni qilib qo'ysa, to'y qilma lekin bilolmaymiz degandek-chi. Endi bir narsani qilib qo'ysa bu fasid bo'lishi mumkin deydi. Yoki bunda olimning o'tirda masalan har bir misolda ixtilof bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin umuman aytsak, yani bunda bir shart sihhadan biroz kam bo'lib qolsa, yo buning ortiqroq bir narsa yuklab olsa, bu nikah fasid bo'lib ketishi mumkin deydi. وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى مثلا زيادة الوالد مثلا زيادة دبقة فإنها لا تفسد النكاح باتفاق. Yani bula hemmelerinin nazarda bunu buzlatmaydı da nikah. Bunda gap ketip koysa, birer şartına birer narsini ketip koysa, nikahın özünü buzlatmaydı deydi. Lekin ihtilaf var dedi. Bu şartı amal kılış gerek mi? Kılması gerek mi? İhtilaf olma ki lüzum şurutullati bihali sıfat. Ev la lüzuma. Zalim şartı turup kılış gerek mi? Şartını aday kılış gerek mi? Ya ki tumusun bulandı. Mesela yesteret alayhi Allah yetezavvaca aleyha. Mesela toy kılan çağda bu ayol şart, bunun üstünge fotoğlanmayla dep şart. Çıkınca fotoğlanmayla dep. Tabii makul depti. Asli bunun fotoğlanmayla şartı var düşün ama. Lekin makul depti bunu. Yardı veripti. Yardı vergendikken, kamda akıllıdı bunu şu, turiş gerek mi ya turması gerek mi? Bunu ıslap var. Ev la yetesarra. Ya ki, beni ağan müddet işi de, bu didekliden onda huzurmuş yok. Burun onda fotoğlanmalıkta, andozun didikosunu olamak konutte mesela. Resulullah'ın Hafsa radıyallahu icazet sorsa dadamı görüntüler makul kesse Maria'dan şu öyle billo olurken billo olsa Hafsa kirip bunun uyanda başa didekten billo olanlar deb sekre gitmişken ev la yanquluha min baladiha yoki mush shahardin masalan bosh shaharga o'tkazib ketmaylar ota-onasi masalan bir shahar ekan bu yigit berib aşağı berib to'y qilayotdi unda olsa mush shaharda turlar biz bu shahar turmiz bosh shaharga olib ketaman demaysiz biz Urumchida biz Xotanda biz Qashqarda ekan ota-onam bojdi mana o'zingizning ota-onasi olib ketmaysangiz mush shahar turmiz shart keyin olib ketib qolish mumkin o'char keyin ma'qul deyish mumkin yoki bu yerda zal olib ketmaysiz deb shartlashgan ketmayman akasini bo'lmaydi deb chin tursa bu aranda ma'qul deganlik uchun şu şartda turish kerakmi? Al-muslimun ala shurutihim bo'lish kerakmi? Yoki ba'zilarda masalan men to'y qilay lekin maktabni bitirib olay masalan. Masalan maktabni bitirish 2 yil bor desa, voy to'y qilaverlar, maktabni bitirsiz, men o'qitimizni desa, masalan men o'quvog'icha o'qishimni to'xtatmaslikqa va'da bersa, va'da o'quvolasiz o'qishni bitirsa, keyin undan to'y qilib bo'lganiga bizda deb maktabga borma, balni vaqt deb tursa unda va'dalashgan tuqqo deb talab qilish haqqi bormi yo'qmi dedi. فقال مالك إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق. İmam Malik dedi, anda şartlaşkan bolsa, o şartı tutmuşsun buldu. Üstüge xodlamaymanın saat buldu. Maşadın başına ekketmanın ekkesi buldu. O'qishni bitirmoqchi, o'qitiman degan bo'lsa, o'qitmasi bo'ldi. Degandek, yoki xizmatni to'smayman, xizmatingizni qilaverasiz degan bo'lsa masalan, to'y qilib xizmatga borma deganga. Demak, ashunda qilmish bular o shartni turmushim bo'ldi debdi. Faqat namda ash shartni qilgan chog'da qasam qildiryapmiz. Qasam ishkizib, bunda jumasiz ma'qul qasam ishliya, qasam ishkizib qilgan bo'lsa, yoki Eğer mandak kalsan sen talak olup gitse diyen bolsa, mana. Ev talak, bi'itkin ev talak. Yani mesela kulum azat olup gidiyordu, ya ki siz talak olup gitsiz diyen bolsa, andın bunu eğirmesini var. Bu çağda bu sel kimdeymez? Feinne derki yelzemuhu de. Bu çağda anda kılış gerek. İlla an yutallika, ya ki onda kılmasını buldu. Anda kul azat olup gitti, kimne azat kılaman da diyen bolsa, bir kulu olsa şu azat oldu. Ya iki kulağımız bizim tayarlayan bolsa, şu azat olup. Ya ki talak kasam kılan bolsa, talak olup gitti. Mesela ekstrem bir şartına eğer erkek ayolunu konuşacak. Mesela tutmaysa, anamların bağmaysa,
Bu baka anda sizlarning o'zishini qilsa baka. Tug'maysan deganman bu bir xil baka shart o'zi. Maqosid zavoj zid. Xuddi u ayolni masalan bu ayolni shart qilib men sizga tegay lekin birga yetmaylar degan. Bu baka shartdir. Chunki maqosid zavojga ziddir. Maqsud zavojga ziddir. Maqsud zavoj demakda birga o'lash maqsud zavojning ishi bor. Maqsud zavojga birga bo'lgan bilan masalan bola farzand ko'rashi maqsud zavojning ishida talabun nasl deb dedik-ku maqsud zavojdan. Masalan odamning oilasi yo'q-ku. Tug'maysan desa, boya ma'qul desa bo'ladi. Ummat qilib o'tish joizmi sen? Harom. Lekin bu yerda shu maqsud zavojga xilaf qilgan shart bo'lsa, shu shart batildir. Shu shart batil. Ba'zan chekimku muta'alliq qilish kerakmi? Allah qadr qilib Allah qoldirmaslik uchun sabab balki harom qilmoqni. Ba'zi shartlar masalan to'g'ri qilmay, hatto o'yinlar chiqib kerak o'zlari shart qilgan bo'lsa, shart shu hisoblanadi. Ha, shu shart uzun shart. O'g'illar masalan raqamlar bu shartni o'yinlar Ya şu to'yqilgan shart shu ma'qul deb qilgan bo'lgandan hisoblanadi. Odatda biz yigitlar vaqt so'zi chiqarish ba'zi yo'q. Shiklarni elchsang, yoki cho'nglar so'zi shuni ma'qul deganlik. Lekin ba'zida unday shundaymisan. Men sizni olaman, lekin sizni qilib boqmayman, nafaqa bermayman degan. Bu maqsud zavoj qildim. Imom Malik degan lazim Alloh bihi debdi. Hatta Malik demiz, jumhur ulamada durust bo'ladi. Durust bo'ldi. Masalan, shart pas. Anda ma'qul deb bo'ladi. Masalan, hozir zamonimizda jihol var masalan. Zavojin isyar. Kishi aytdi yo'qlab qo'ydigan masalan. Oyda bir hafta yo'qlab qo'ydigan shart ishib aqisa durust ekan degan. Shu zavojin isyar degani xuddi bu hamda yo'l ketib turib tanishib qolganda bu uyda muqim birga turishni shunda nuqinmay birga turmaymiz deb ichki esa maktabda o'qiydi. Bularda biz kun fursat topsa ya mehmon kutishni chirib birga oldigan. Ya fursat olsa qizning ota-onasini berib bir kun qondigan. Ya buni berib qondigan. Lekin uy yo'q endi bunun. Bunday ahvolda shu nikoh bo'lamdi bo'lsa bo'ldi deganlar. Shu bo'ldi deganlar bo'lmaydi deganlar buni talash bo'lgan. Chunki maqsud zavoj bo'ladi bo'lmaydi. Chunki ba'zi bir narsalar bo'lishi mumkin. Al-iffa wal afaf balkamda Shu maqsud zavoj bo'ladi. o'zi chiqishi mumkin. Lekin nafaqa, endi sakan wal mawadda va nimajat narsalar ham bo'lmaydi. Bu aramni qilishning oldin olishdan iborat shu holatdan masalan. Zindani, Qardavi bu olimlar da fatvoga oldi bor. Sirajul Misyarda. Demak hamda Imom Malik bu shartni qilgan bo'lsa tumusin bo'ldi. Qasam ishmagan bo'lsa, talaq qilishni shart qilib qasam ishmagan bo'lsa, bular debdi. Va kada qala Shafi'i va Abu Hanifa. Imom Abu Hanifa Shafi'i u shart tumusin bo'ldi debdi. Wa qala al-Awza'i wa ibn Shubruma laha shartuha wa alayhi al-wafa. Fala yalzumu shartl awwal aydan ilma. Fala yalzumu shartl awwal aydan. Mesela Kulum talaq qilib kelsa, agar unda qilsam, yoki talaq qilib ketan unda qilsam degan bo'lsa, yoki talaq qilaman degan bo'lsa, bu chog'da qulni ozod qilibdi. Ozod qilayotgan ekan, a shartni turmushim mayli deydi. Bu debdi, sizning ustingizni xotnamayman. Agar xotnab qolsam, men qulim ozod qilib ketsin debdi. Degandan keyin bu xotnagan ekan, qulni ozod qilyapti. Qilayotgan ekan, sizga xotnagan bo'lsa mayli. Chunki bu hamda xotnaganning ziyanini tartib bo'ldi. Chunki shunlarni ve şu kulunun bir kulunun verdiğin kesse aşkını kutunga önler ekan. Tarajmış şartlı evvel aydan degene şu an. Şu alayet zavoj mı şurada? Ya karşında nurgun naslini degen bolsa demekçi. Bu şartlı evvel de qo'yganda de bunda ahvolda bu şartda turish kerak emas. Çünkü onun cezasını o'zi tasdiq qildirmaydi. وكذا قال الشافعي وابو حنيفه وقال الاوزاعي وابن شبرمه. ابن شبرمه biz kim deganto? Abdullah ibn Şubrama bu Kufa'nın qazisidir. İmam Abu Hanifa'nın zamanında qazi bo'lgan bu. Uniki Ibn Abi Layla oldu. Judanın qaliminin birisi bu. Laha shartuha va alayhi al-wafa. Bu qazi bo'lgan chaqda mushunda da'vo kelib qolsa, mushunda hukm qilgan. Aslida mushart bilan to'y qilgan bo'lsa, qanday shartdan o'tirang deb bo'lsa. وقال ابن شهاب كنت
Muslim Shahab Zuhri. Kana man adraktu min al-ulama yaqduna biha. Man uchrashgan olimlarning amizligida bu shart bo'yicha hukm qildi. Shartni tursiz, buni maktabdan chiqara olmayman. O'qishni o'qiydi deb shu shart bo'yicha abkazini maktabda o'qib qo'yang. Usul xonamadan deb sen olmaysiz, deb shunday hukm qilar ekan. Wa qawlul jama'ati marwiyun an Ali. Qawlul jamoa degimiz aşı Malik, Shafi, Abu Hanifa. Onu tumusun bo'ldirgan qarash Ali roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Endi bu turish kerak degan qarash al-Avzaining qarashi. Bu Imom Ahmadning kelgan bir rivoyat. Imom Ahmadning mazmubi deymiz. Imom Ahmadning mazmubi bo'yicha bu Misrdagi qonun ahvoli shaxsiyani shuni o'zgartirdi ular. Onun için ilgirmeki, şu aile, nikah, talak kanunu özgerttiniz de, bunda şart kıldığında özgertti. İmam Ahmet'nin vazifini aldınız, şu ikinci karışını. Şart hesap diyelim mi? Yani her kıl şartıysa, şartı tutuş gerek. Peki anda bu kanunu özgertilgen çağda, bazı alimler bunu karıştırgan. Bu anda bu İslam ailesine küçükken bağınalığından çubuğutçununki yolu bu. Mektepte okulay deptiken, makul deptiken, ki ondan mektepte okulay unumgan mandırtık ki çubuğutçulan. İkinci koddan basıqqa deptiken, ikinci koddan alıp deptiken çubuğutçulan. Baş şahı ötken, etketmesi deptiken, ama ötken, etketmesi çubuğutçulan. Ve bu şu aileni çubuğutçu çıkartta kılınan suikast bu kanunu özgertişte alimler etkileyen. Lekin shularni shu Imom Ahmadning qarshi bo'yicha buni oldi. Imom Ahmadning vazifa shuni muomala babida eng keng qo'yayotgan azal bir mazhab. Ammo tahorat, najosat babida eng chim. Demak endi ayol shunga olmaysiz debdikan uzoqda. Endi hozir sizga olgandan mayli bo'pti deb razilab o'tasimaydi. Yo'q, biz birinchi ishgan, sizga olsam xatni olma desang, sen ololmaydi qazon qilsa. Birinchi ayolning sizga ruxsatsizlik bo'laveradi. Ruxsatsiz ololmaydi. Ruxsatsiz olibdi. Avvalgi bu birinchi ayol xabar topdi. Qarata biz nega qilganchani bilishgan, shunda olmaydigan bo'lgan-ku. Shunda olsa, men talab qilyapman, bo'lmasa men buzma. Qazığı baraman degan ekan bu. Hozir uni talab qilyapsa, ishtigida. Ya talab qilmay, uni qo'yib qo'ymayman deb qazığı oldi berib, bunda shart bilan kelishgan. Bizlar nikohga hozir bu shart to'midaman. Xatimni olaman desa qazı. Bach xatnab turgan. Va sababu ixtilafihim mu'aradatul umum lil khusus. Yani umum dalil bilan xos dalil zikab qoldi. So'ng bu tasdiq kelib chiqdi. Fa ammal umum fa hadith Aisha radhiyallohu anha anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. واش حديث بريرة أنا الولاء لمن أعتق بيان أشهدسته كأن سيزنا عندنا أشهد قسم ما قلت ستنلب أزاد قليديرا بو ولا بيان أزاد قلش حقوقه أزاد قيوتشي بيان سبت قلش حقوق بيان أزاد قرادم بلدو ده Sözgen çağda Müslümanlar cemaatiga mescid turib bunda sözgen. Buna ba'li aqwamin yashtarituna ma laysa fi kitabillah. Kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana bi ashar. Demak bu xuddi bayatdan masalalarda muhallal, tawqif, mut'a masalasida alaqa nikoh qildim, manchak muddat. Nikoh qildim, tahlil qilishqa deganda xuddi biz hozir nikoh qildim degan gapni hisob qilib, tahlil qilishqa yoki manchak vaqtga degan gapni biz tunmagandik. Çünkü leysa fi kitabında İslam tunmaydigan şart. Biz onu tunmaymiz. Nikahında da nikah qilgan bo'lsa-mu, to'g'ri nikah bo'ladi. Biz tunmaydiganni elib tashlashimiz degan chiqib qolgan ma'lumot. Va ammal khusus, yani buni zikirdigan xasraq ma'nodagi bir dalilchi. Fa hadis Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala ahaqqu ash-shuruti an yufa bihi yani en tufu bihil rivayetinde, Bukhari'nin rivayetinde, Müslim'in rivayetinde. Mestahlaltum bihil furuc. Sila adaqışqa, yani turuşqa, adaqışqa en hak boğan şart, evretine halal qilgan, yani nikahı qilgan şart doğru. Nikah qilgan çağda deyişken, qilishgan şartınla sila adaqışqa en hak, en zürül şart şöyle. Çünkü bu nima, nikah degan nima? Misaqan galiza. Galiz olan şunda qat hujjatlashgan vaqtida qatqan shart bo'lgan ekan, buni turish kerak. Jumhur deydi. Bu kitoblarda yo'q.
Biz bunu e'tirof qilmaymiz, uni turmushim bo'ldi dedi. Ya İmam Ahmed deydi, ay misaqni g'alib qilgan chog'da, mana ado qilish eng haqqi shur da'vatudi buni. Sen shu nikoh qilgan chog'da hamsa ustiga xotlanmayman, maktabdan chiqarib olmayman, xizmatdan bekor qilatmayman deb, yoki boshqa shayga etkatmayman deb shartlashganman. Bu shart ado qilishing eng haqli deb turdi. Demak, hozir bu ay to'y qilgan chog'da, endi u yerda unda bir shart qilishni Alloh taolo Qur'onda, hadisda ko'rsatgan ish yo'q. Unda shartlish maqsud bilan maqosid zavoj zid kelgan bo'lgan ekan, u bekor deb turadi. Endi hozir shunda turli narsani shuni xotlanmaylar bo'lmas. Xotlanish masna va salat va riba deb Alloh taolo kitobida berdi-ku. Huquqni bergan ekan, bu yo'q ammaysa deb Alloh taoloning kitobiga zid bunda deb turgan ekan, kitob shartni demakchi ekan ma'lum. Anda Allah tazavvaj zawjat thaniya degan kitoblar yo'q-ku. Bunda shart bilan shu olimlar ayirdi. Ya'ni maqsud zavojga to'yinimizga munosib keladigan, munosib kelmaydigan, unga munosabatsiz deb ishga. Masalan, to'yinimizga munosib keladigan qarshi, mana chayliq qilan yadin bunda bir uy yapiramiz. Ondan shunga o'xshash endi. Davomliq kesat 10 keyin chiqmaydigan. Xitoynikilar uy qaytib qollar, ya'ni bunda shartni qo'ysa bu maqsadlarni uziladigan. Buni mayda debdi. Ammo buning munosabatsiz unda shartni qo'yib turibsa, ikkinchi xotin olmaysiz, islom shariat ko'rsatgan ikkinchi xotin ilish bor. Unda ammo degan narsa yo'q, ammo lekin bu islom yo'q bir shartni qilib oldi. Xuddi Bayinning voqeasida bu ozod qilish iqtidorchilik huquqi degan ozod qilgan bo'ldi deb aslında islom ko'rsatib shunda belgilagan yo'q, uni bo'lmaydi, mana bo'lsa degankin bekorga ketdi bu. Shart qilishgan bo'lsin. Hazrat Aisha unda ma'qul deb setib olgan uni. Sizga bo'lsin ma'qul. Deb setibli bilanlar. Ma'qul azod qilish huquqiga bo'lsin deb shartlashdi. Lekin azod qilayotgandan keyin Aisha bo'laverdi. Birinchi shartlashgan bekorga ketdi. Shunda demak endi. Demak mana hadis Qur'onni olamiz, hadisni olamiz dedik qo'ymasan. Hadisdan olgan chaqim unda asal emas bu hadisni. Unda asal buni gapirgan ahvolligida biz gapni demay unda shu qarash bo'lib qoldi ahvollar. Shunga bu mazhabning g'alati ijtihod bilan shunda ixtilof bo'lib qolsa, bu xuddan da hadisni olamiz degan ahvolimiz kelgan bir narsa. Shu hadisni olamiz deb bo'lib qolgan ixtilof bor. Hadisni olamiz, qaysi hadisni olamiz? Ya'ni qaysi hadisning hukmini tushunamiz. Qanday olamiz? Lekin darhol endi biz Fıtıma mezhebini tanqid qilganlar, ya Qur'on hadisini tutib mansak bo'ldi desa, xuddi bular hadisini tutay degan chog'da qattiqlashib qolmaydigan ichida hamma shayxib g'alib bo'lmaydigandek. Endi shu hadisni olamiz desak, shu masalaga ishga hadisni shunday qo'ygan ekan, shu bunda talash kelib chiqdi. Azan tashab turib, hadisga aslini isbot chiqadi. Shu masala shu hadisdan olamiz, bu mazhablar tarihi yo'q degan unadan ekilmishadi. Mana bu shu masalada bir hadisni iliblan bir hukm chiqargan ishada degan dikinlar shu yerdan ikki xil hukm chiqarishadi. Ya uch xil. Chunki o'rtada ikki hadis bo'lgan ekan, qonunlarimiz qonunmaymiz. yoki men hukmdan qilamdi, qilmam, tafsis qilamdi, qilmam degan masala chiqadi. Payg'ambar tamollab chiqsam, uning qatta olimlikda olim kesimida dars qilsa, uni qattiq xato bermoq. Hadislarimizni madad deb fikr qilsa, va hadisni olmaylar, olimlikda uni to'liq xato bermaydi. Hadisda xato shuni qilgan bo'lishi mumkin. Hadis mansux bo'lishi mumkin. yoki ojiz hadis emas bo'lishi mumkin hadisda bo'lib qolgan. Lekin bu olimning gapini anglata, ondan amal qilsa mayli o'zini yo'q. Bu yerdagi odamning qaytibuna. Bu yerdagi iliq hadis qaytgan emas, odamning hadisini dalil qilib shu shakkadan qaytgan. Shunchalik masalan bu Rasululloh hadisda olsa hadis degan bilan bu hadisdan nima deydi? Yani gelip dedim var işte, kandatsın dedim. Kadar istivanın edisini var, yine oşuğun nersiniz kol çıkırın dedi. Fukahalar, İslam tarihi can hizmetinden bu fukahalar, biz İslam'ın çeşitler, bu körükle nesine biz ayet tepkini, Kur'an edisini düşünemeye. Kanda olsa ben başının setlerinin körüklerini etmeye alıyor. İslam fukahaların setlerinin her şey yolundan Mansa anlayış Kur'an edisini düşünüyor.
Çünkü mesela bazı hadisler var. Sahih. Lekin mansukh bo'lib ketgan bo'ladi. Mansukh olgan sahih hadisini bu kishi uqmay, vaqti dilda ekansa, ani buni amal qilasi bo'ldi degan bilan olimdan bilsa bu hadis sahihdan, das Buxoriyda bor. Lekin bu keyin mansukh bo'lib ketgan. So'ma keyingi ahvol nima desa, mavo deb beradi. Masalan, burun go'shtni, qurbonlik go'shtni 3 kundan ortiq saqlamang degan, qabrni ziyorat qilishni to'sgan. Keyin ondan ala fazuruha dedi, ala faddakhiru va at'imu va kulu dedi. Ani burun masalan jima qilgan chaqda meni kelmasa, sen g'usl qilmasang ta'tillasam bo'ldi degan. Keyin ondan g'usl qilish izaltaqal xitanan vajibal g'usl, anjala bilan yenzil degan nuba. Lekin onda olim buni ayriyalaydi. Ya'ni bu hadisdan maqsad qilingan narsani ayriyalaydi. Avomin nas uni xato shuni qilgan ahvol. Endi xuddamda bunda qarash kerak, ummadan qayg'inishga ehtiyojimiz yo'q. Hadis bo'lsa, hadisni to'plagan kitob bo'lsa, bo'ldi deganlik. Amaliyotda bu xato gap. Ba'zi narsalarda, masalan, 100 narsa bo'lsa, 30 da rost to'g'ri chiqib qolishi mumkin. Hadis mansukh emasmi, da'vat aniq, masalan, amal qilsa, joyida buni yurdigan. Lekin 70% narsa chatoq chiqadi. Masalan, biroz ig'ir narsa chatoq chiqib qolishi mumkin. Bir ayolni harom qiladigan xatarli ahvolda. Shunga qoida xato, usul xato. Mesela o narsa to'g'ri chiqsin, chiqmasin. Xuddi masalan birisi doktorlik kitobimizni eloliblar, falan do'rab tan foyda qildi debga ishongan kitobga shu. Tadqiqotning natijasiga to'g'ri. Shundan g'atsiz bu yurak kesiliga foyda qilgan madara, deb g'atsiz bu bozordan elibdan yurak kesiliga yetdi bu. Doktorga berib, uni so'rab yursak bo'ldi. Agar doktor olgan bo'lsa, rost shu bir qatimni birarni foyda qilib qolsin ki rost chatoq chiqmasligi mumkin. Lekin boshqa 9 qatimda masalan, 10 qatim desa, 9 qatimda 9 odam o'lishi mumkin. Chunki uni qilsa, doktorga olsa, voy bu foyda qildi, lekin madamdan qon kesili ekan, bu qon kesili odam yesa chatoq chiqar ish bor meningda deb odam jinoyatni deydi ahvol qarab. Ya qandasim bor ekan, bunda oldi yigili bo'lmadi yoki homila yesa balsimanda ziyon yetadi, meypilib qolar deb uni biladi doktor. Lekin bu kitob qarab bilan buni unday deb bo'lmaydi. Xatarli ahvol. Endi bu mazhabga qarata anda yirik qarash bo'lib qolgan ekan. Mushu mazhabning odamlarini qalaymigan gapni ketib mushu sayya hadisning hukmiga oyatning o'zgartirib, 10 tal bunda hukm bo'lsa, uning parchan-parani qilib pishak narsa qilib, yalg'a yapidaqni aralashtirib, bundan murakkablashtirayotgan deb qarg'anlik uchun. Andın ofistanın da tüken bakımında bize Resulullah'ın sözlerini erişimlerce bunda ulemaların gibi inayet yapmaydıgan, bunu hürmet kılmaydıgan ahal kilip çıkan. İşiniz yok ulemağa karta işiniz bulmayın. Bunda arada bunda eğer ulema Kur'an sünnet gülcümeye gitme, özünün kalısından çıkarıp dese iyiymiş olur. Şu alimden kandardan çıkarıp dediğalığını bu adam bilmeydi de. Mesela şuna eğer zaten bu adam ulemalığını zaten Kur'an sünnet dinlemez. Ya ki özünün rayından yardım işinden yardım işini çıkarıp da şakkada diyen bolsa bunda gitke bunda impulslar sebebi gibi. Onda demeyle şakkada yapılsan. Hadi şu netice ovam halk alim bilan takallışgan holat ketdi. An takallışın ma'qul, hammasan takalluş munozirish qoidasini xavadamiz emas. Usul qoidaning xavadami emas. An boshqa nurg'on dalil oyat hadislarning xavadamiz emas. Ama birer delilden bu alim ekerse, onun cacınlıkını ukanmaya kalırdı o. Bu da Beytümallar'ın vasıfında burun çoğun şerik talıklığımızda yapayım, bir alim şahitlerine fıkhi kitabı dersi öterdi ki. Ötervazsa, toğrak mında ciretek baldığımızsa, hadisini hem tutsak bulup diyen baldığımızsa, şerif kırıp kalktı bu dersi. Şerif anlat. Tuğan ki bunun da hadistin bilen demegendi ki, falan mında karaydı o, fasıttaydı o, mavi batıldaydı o, mında müstahattaydı diyen gibi çıkan iken, bu ya şeyh de sorap, muşu adı diyen gibi ne delil var hadiste, dep soğan iken, mağıl delilinde biraylar, an Ahmet, an filan da, şeylerinin ismini senet bölüsü de, Resulullah mında diyendir. Yani kim, cim bulup bu. Anda dersin çocuklarına falan iken, onu çağırarak, sen bayatın delilde soraptın, delilini depradım, bayatın kardeşki Ahmet falan Pistan'ın kimlikini bilemese, siyahlık ki, Ahmet diyen yerdik bakkal, mağı falanı navay, in yer duratkan, mağı falanı edem,
Sen bu delinin cacınlıkını tekşirerliğe aleti bulmalıyken delil talep bulma. Derken kim olaptı bu? Şu anda ölümanı ondan düşünmeslik gerek. Ölümanın ağzına karaydıgan. Bir adamın arası, bir alimnin anında şaşkenmez kalaymışkan, delilsiz, ya delilsiz sözleriğalıkta başka alimlerin tarafından ispatlansın. Şu çağdan bu alimin gebigeni okunmayla, işinci yok da, işinci yok da dedik. Başka alimde işinci yok atmışsın. Şeyh Gazali, buyon, İmam Gazali, İlcam-ül Avam, en ilm-ül kelam, kitabı hazır endüresen, İlcam-ül Avam, en dakâikul ahkam, müzdektetindin diye suldarı. Şurada. Bu avam hadisiga şemasın. Ya ki avam kanda kılıdı. Öz işeylikte, sünni alimdim bizi tanısa, şunun kisip boyunca, şunun karış boyunca mansın. Ama onunkini almaydıgan. Özü almışlar, hadisga müstahz olab ketsin de turvasa uçatak. Hadi elde deydiganlar, şu birer meselede özü bir fikrini oynatib olgan bo'lsa, o Ibn Baz'ınki unmaydi, o Seymin'inki unmaydi, ya Qardan'ınki unmaydi. Bu hem mesela şu sünnetki xilaf şatakemine deydigan ulamalar bo'ladi. Bu işkili hadis bana Bukhari Müslim muttafaq alayhi rivoyat qilgan sahih hadisga. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل جنا عند أحق الشروط أن توفوا به ياكي أن يوفى به ما استحللتم به الفروج إلا أن المشهور عند الأصوليين أن بوبرخ ترجيح تقدر مدلل ترجيح تقدر شابا مؤلف تيجا أصولي قراشت مشهور بوغنا يعني مدلل هذا الشيء هنا أصولنا بلشين كراك usul bilsem olmaydı. Usulda biz el-qada bil-husus alal-umum. Yani bina el-husus alal-umum da ibaret sürdük. Demek ki hususni ettirib biz umumni tasdiq qilishimiz degan bir qoida bor edi. Demak, husus muqaddam degan bir qoida bor edi. Taxsis al-am, bina al-khas al-am degandek. Biz ko'pchilikning qarashi, lekin zahirimda deydi, bina al-am al-khas deydi. Yani umumni xususning ustiga hukmron qilamiz deganda. Lekin ko'pchilikning qarashida bu xusus hukmron bo'ldi degan. Va huwa luzumu shurut. Demak, misol xusus hukmron desa, shartlar hozir misholda ado qilish kerak, hisob musho degan gap chiqadi. Va huwa zahiru ma waqa fil utbiyya. Demak, ma hozir muallifning misol tarjima. Va huwa zahiru ma waqa fil utbiyya. Bu utbiyya degan kitobda yoki risolada kelgan rivoyatningki zahiri deydi. La zahirdan, yani bizning Imom Malikningki qarish shuke nega chiqdi. Imom Malikning qarishi mushunga udilkat qoladi deydi. Mush kitobda kelgan qarishi. Va in kana al-mashhur xilaf zalik. Lekin Imom Malikning kelgan mashhur qarashda g'ayr mulzam degan qarash kelgan bo'lsa-mu, lekin g'ayr al-mashhur bo'lgan mush utbiyya degan kitobda kelgan qarashda İmam Malik'nin mezhebi müşo digil oldu de. Demek İmam Malik'nin işkil qarash var. Meşhur, gayri meşhur. Meşhure zade cumhur bilan birlikka. Gayri lazim degan. Hamda gayri meşhurda İmam Ahmad ve başkalar bilan lazim degan qarash ekan. Oldida bir o'tdi-ku bu bergan kitob. Bu Maliki mezhep alimlarining kitobi İmam Malik'ning shogirdlaridan, yani nevri shogirdlaridan birisi Muhammad ibn Abdulaziz al-Maliki al-Andalusi. 255-yilda vafot bo'lgan. Şu kişi İmam Malik'ten anlayan kişinin ya özü ya ki şeyhi anlayanlarını rivayet eden kitap. Bu şu nesibinin içinde Utbe de bireylen boğaçka şu kişiye karta nispet verilip Utbiye diyen Risaletul Utbiye. Çünkü çoğundasının ismi Utbe boğaçka Utbiye dedim. Ve bunun da 255. vefat olan. Bunu da İmam Malik'ten ya İmam Malik'in şagirdlerinin anlayan rivayetini yazgan. Xuddi mesela İbn-i Qasim'in anlayanını sahnin rivayet kıldığı kaç kitabı da? Mudavvana'da. Şuna o'xshash, hozir mashhur qarash, mesela Mudavvana ya Muvatta'da kelgan bo'lishi mumkin. Ammo Mavu Utbiya degan kitobda keldi. Xuddi bu mesela Hanafi mazhabning Imom Muhammad ya Abu Yusuf, Abu Hanifaning Zahir rivoyat qilganda ana Hasan ibn Ziyad yoki boshqalar boshqa rivoyatni Navodirda rivoyat qilgandek. Mesela shunda ta'aruz qilib qolsa imomdan. Zahiri qilgan rivoyat chiqadi. Zahir rivoyat oldi turdi. Lekin de ikkisi katta chaqdan olimlar, masalan, bir mazhabdan zahir rivoyatlar nima katta qoldi? Ya mushu naql jihatdan mushu kuchli deydi. Buni rivoyatan va diroyatan degan gap bor. Va sahihun rivoyatan, lekin zaifun diroyatan deyishmaydi. Diroya degani
Delilini doğru seriştirip tahlil qilsak, delil jihatdan aciz bo'lishi mumkin. Ammo hada yu'ayyidu rivoya va diraya desa, imomlarimizning kelgan rivoyatmi mana shuni qo'llaydi. Ham delilini tashvirsakmi, bu delilni shuni qo'llaydi, mana bu kuchli deb. So rivoyatlar biz delilga sappa qilgan ishimiz bor. Mazhabda xalifatul imom umumiy ataga qilingan mazhab sahih gaplarga ma'lum delillar kelganligidan durust xalifatchi. Masalan Muhammadning va Abu Yusufning ikkalanga qarta zikra g'olib qolsa dalil kuchli bo'lib ketsa keyingi olimlar birovga ikkalannikini bu biraylarniki oldiga qildi. Quvvat mudrak yoki sayyid bo'lganlikdan yoki madil kuchli bo'lganlikdan. Endi mazhab bor ekan-da masalan. İmam Şafii rahimahullohning so'zi bor. Sayyid javob qazini bugun. Va amma shurutul muqayyada bi wad'in min as-sadaq فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. Hamda to'yliqqa munosabatlik. Vaqtga aslida to'yliqning chiqishini tashkil etgan bu deganda gap asli. Yoki to'yliqning ahvolini chetishlik degan bo'lishi mumkin. Masalan, boshda mana deyishdi bu to'yliqni. To'yliqni hozir manchilikning manchini nasi degan bo'lsa qancha o'zgartirib, hammani nasi degandek bir ahvol. Yoki o'nmini deyishkin 5ni tashkil etma, 5dan biri degandek. Bunda ahvol bo'lsa, Maliki mazhabda bu haqni xalastas bekchit degan. Ya'ni shunda deyishgan ahvolda, manchpul qo'yibsiz demsa, ya manchpul kasb birsiz degandek ahvolda mushu deyishgan shartni so'z hisobmi emasmi deganda ixtilof bekchit. وليس كتابنا هذا موضوعا في الفروع يعني على الفروع لكن bizning kitobimiz amma tafsili shu jinski masalalarga hammani surib bunda bayon qilgan bundan maqsadda yozmagan bizning hayot bu hammasi bu furuq yozgan buni lekin furuqning ichidagi qoida xarakterli qavoid bo'la oladigan shunda masalalar qatta yozgan ammo unda bir qachon bir masala to'xtalmaymiz. وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقع. Hamda bu nikah fasidlardan birasi anda vujud chiqib qopti. Birisi anda chataqishni ya himoya qilib qopti. Ya o'zining sonasini nikahlar qopti. Masalan, bir Xitoy musulmon bo'lib ketgan. Keyin bu himoyanda o'zining sonasini qopti. Jazilga o'xshaydi. Masalan deydi. Yoki boshqa birisining ayolini qopti. Shunga o'xshaydi fasid bo'ldigan ishlarimizni qilib nikah qilibdi. Biz bu nikah bo'lib qolgankin biz qanday qilamiz? Faminha muttafaqu ala fasxihi qabla dukhuli va ba'd. Buning ichida qanday ahvolda bu to'y qilib kun o'tgan bo'lsin, birli bo'lib qolgan bo'lsin yoki birli bo'lmagan bo'lsin, biz nikah qilib buzutimiz deydigan hamma olimlar ittifoq qilgan ahvol bor edi. وهو ما كان منها فاسدا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده. نكاح مش ناس بوسا عندن شيء بلدون bu bo'lmasa şey bo'lmaydi deb hamma ittifoq qilgan bir masalani barcha buni bekor qilib o'tib nikoh qilgan bo'lsa bu chora fasid bo'lib ketdi. Mislu an yankiha muharramatul ayn. O'sha asa halol bo'lmaydigan bir ayol kim bu? Masalan, shu mahram kelib qoldigan, yoki shu Qur'on karimda hurmat alaykum ummatum ashu neshturlikdan birini oldi. Muhsanatının başqalarının ayağını nikohlab oldi. Bunda ahvolda hamma ittifoq qilgan bundan asib bo'lmaydi. Mushundan xoli bo'lsam say bo'ldi degan. Undan ekan bu chog'da bu tasdiq qilib o'tishga bundan nikohni ittifoq qilgan ekan. Agar bu ishdan bilib turib olgan bo'lsa, bunga had jazosi qo'yish mumkin. Bilib turib boshqasining ayolini olsa, darolishi mumkin. Agar bilmay qilgan bo'lsa, to'g'ri bo'ldi deb o'ylab qolib Mesela bir aile yamanlap ketibdi bu. Bir yıl oturab, nima qilgandan keyin ya 5 yil bo'lib ketibdi. Igiz talab qilmoqchi ekan. Raqamiz keyin Abular 5 yil oldi bunda ayrilib ketdilar deb o'ylab qilib, malol bo'ldi deb qolsa uni. Bu chog'da biz bu nikahni tugatimiz. Chunki haromligini bilib turib, olgan bo'lsa jazolaymiz. ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها. أمدا بلا شرط صحة بالمطلق. bu şart sahibi bazı muttafaq, غير muttafaq var. غير muttafaq da zararında dedik. Muhtelafın fiilleri mesela velin şartı gandak. Velin şartları enda muhtelafın fiil bo'ldi. Muhtelafın fiilden birisi tepilmay qoldi. Velisiz nikah qilib olmas. Men misol berasmiz. Undan boshqa narsa var. Demek muşununda agar muşuzlar bombası bombaydı da çın turuşulan bombası meyli dediğin burada alımının göz karşı uçuşamaz. Bunda aldı yani ihtilaf var edi. Eğer batıl nikah olup kalsa? Ama bu alımda batıldan fasılı uçuşturup durur. Cumhurdan nazarda fasıldan batılı uçuşmaya olur. Çünkü bu muamelatta ayrımsın bari bir düşmüyor. Ya bunu da dikkat kılıp insaflanmayına zengin çıkışı mümkün. Bu atalgı meseleleri.
istiloh wala mashahata istiloh. Demak hamda mushu shart sihhatni nikohga deb ba'zi narsani bekitishda olimlar o'zaro qattiq bekitishi mumkin, boshqa qarashi mumkin, bunda ahvol bor edi. Mushuni qarab ondan yana ixtilof bor. ولماذا يرجع من الإخلال بشروط الصحة؟ شرط الصحة جاي بوماي قاسا تقلماي قاسا قندا بولدو بنودا مش اختلاف باري لماذا قلنا إبراهيم كلام من ناس قلتمز مثلا ما نكا جاي بوماي قلدن بالشرط تقلماي قلدن مثلا مهرن سيوق قلدن عندنا نرجع لماذا إلى ماذا دينا biz o'chada bizlar naga yetkilimiz hozir mahrning ismini atamabdikan mahr yo'qolgan shart yo'qolib qolganda bo'libdi bizni qildik mahrning ustiga qaytdik ya buzutamdo ayna demaksan ibora so'zda ancha unda qo'ydimda ila ay shay'in yantaqil degandek va malikun fi hadal jins imom malik mushtarlik naslida ko'pincha ahvollarda yafsiquhu qabla dukhul va yuthbituhu ba'dahu imom malik hamda agar mushunda ixtilof qilib qolgan bir shart topilmay qolsa to'y qilib duxul qilib qolgan bo'lsam bo'libdi deb astan hisob qilib bo'libdi deb yag'azroq tuz chigizib ham o'ngshab buni mayli deydi ekan. Lekin duxul qilmagan bo'lsa o'tkab olib ketib birga bo'lmagan bo'lsa qachchida hozir hech bo'lmagan chog'da ham bo'ldi o'zi tayda bika qilib tayil deydi ekan. Lekin ma'lum muttafaqun alayhi emas shartlandi. Sab to'yim turgan shartlandi. Xuddi o'sha valida ixtilof bo'lgan. Valida ixtilof bo'lgan imom Malikning valisi birisi nikoh qilibdi. Qiynalchan nikoh qilib turishga uqdi. Qaraqil, hozirlar mishallar baka bu, ka'allam yakun nikoh qildi. Endi valisi nikoh qilib, duxul qilib, qo'saq ko'tarib, yuborni qilib turgan chog'da bo'libdi hamda. Bo'g'ilib bo'libdi deymiz demakchi. Chunki anda degan qarashga olimlar bor. Cho'ng ziyon uchrab ketmaydi deganda. Wal aslu fi indahu annahu la tasq. Demak asli bu nima ko'rib to'xtaldi desam imom Malikning qarshi buzatmaymiz degan yagot taqiludi deydi. Nima uchun buzatimiz degan javob qablab duxul buzatimiz degan anda yaqdab turgan olim bo'lg'achqa shuning nimasini ra'yga holatda kallansa qaytaylar talashtash dari chiqqanmayli deyish uchun qabla duxul buzatimiz degan. Lekin bu asosan buzish kerak emas degan yagot taqildi. Xuddi masalan namoz nimalar demoy imom Malikning anda qabla vaqt va ba'da xuruj deb qo'ydi buni. Nimacha masalan ya eshakdan ashqal suv ekan ya bir anda bir shublik suv bilib qolsa qarti namoz o'qitdi bu. O'qilgan namozning vaqti chiqdi, bosh namozning vaqti chiqib qolgan bo'lsa bo'ldi ketdi deydi. Agar namozning vaqti chiqmagan chog'da farqi suv kelib qolsa, yo'q til vaqti deb qo'ydi. Farqicha ehtiyot. Mushum ehtiyot hozir. Walakinahu yahtat mana bimanzilati ma yara fi kathirin min al-bi' al-fasida. بيع الفاسد أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك. Lekin ona imom Malik ehtiyot jihatdan bunda degan. Asli bu buzmaymiz degan tarafdori. Lekin ehtiyot jihatdan qarshi taraf bu chataqdi deydigan taraf bo'lg'achqa biz buni ehtiyot jihatdan qabla duxul hech qanday chataq chiqmaydigan holatda katta yenivasib bo'ldi debdi. Masalan, ko'pincha so'zda bu endi bajaninki o'yinishi bilan yoki qo'ldan qo'lga o'tishi bilan o'ngishli bo'lmaydigan holatda qo'ldan ketib qoldi deydi. Masalan, men bir narsani sizga bir fasid holatda setibman. Satqansiz siz uni boshqa do'konda o'tirib bosh xaridor olsa, u xaridor uyga ketdi. Kim Ağaya telefon numaram yok. Koyma çataklık kopken bana kayıtır oldu. O xaridor balki istimal qilib yap qo'ygan bo'lishi mumkin, kiyib qo'ygan bo'lishi mumkin narsa. Ularning bu havolatul asvoq, yani bir şeyda uning qo'lga buning qo'ldan o'tkilib, keyin masalan biz dastlabda qilganda bir çataklık qilgan bo'lsa, sizda ana oldi. Siz sport yo'q. Bu mayli degandek. Anda to'y qilib, duxul qilib, uni farzandlik qilib, qo'yganim bu siz qo'ldan ketgandek. Bas riba qilib olgan uyda bor masalan. Ankara qilib ribadan olgan uyga qolsa, bo'yina masalan pishirib ijro qilganlar ba'zan chiqlaydi. Oxirida badamcha e'tiqodi bir o'nlik qilgan bo'lar. Ya bu shu belik barga munajatni ya ilgari olmoqdan. Kim bilmadi anlab bu bombayı Allah'ına. Bu so'rab faqat so'z bombayı o'rningizni olgan. Shu to'xtash kerak. Bekor qilish kerak. Ochib berdim hammani. Bekor qilish kerak. Yo'q, masalan, o'yindan topgan qoldiqni hammani to'lab bor. Mana shu yerda o'tiraverasiz dursuda. Agar puli bo'lib qolsa, endi o'simi nisib o'zma naqdga to'dasiz bilan saqlashdi bu. Qayerdan? Bu aslida qutulsin. Böyle ba'zi onda ahvol bormi? Biz bir kishiga chirib bo'ldik buni.
Qilganki unda masalan qarz oldik, qarz olib, o'sim bilan keyin bir bunda borgan ekan, bu bankimiz qarzi hozir. Yo'q, buni bekor qildim, dalg'ayda o'tib ketdi. Endi bu o'simkan ma'zumi ason bo'lmayganda bu bankga desak, bu bankka verdirsak olmaydi. Unutulmaydi. Bu oyatni o'qib olsak unutmaydi. Qanday qilmadimda? U bermay turalayman. Chataqkan desak, keyin uni ta'limda turmoq usullaydi. Tamam. Şu alim deydi, bunda ahvalda en tez, en çaptan holatda shu o'zini ba'zini birib qilib qalbini saqlatga yashaydi. Oyim birodarlar, qanday qilish kerak? Ya burun shu bankning qarz ishga muhtoj qilmay, g'ash pul birib turiblar. Shu holatda o'zimizni erishlardan qilish kerak-da. Agar unda bo'lmagan ahvolda bunda tushib qoldi bu, bog'lanib qoldi. Bog'langan g'achchida pul yig'ish qiliblar, bankning pulini birib tamani o'tiramayadi deyish kerak. O'yindagi siyosat mashinadagi ishki bankda banka aralashgandan keyin bo'lmasligi. Endi banka aralashib bo'lmasligi, bankaga muvofiq bo'lmasligidanmi yoki shu banka bu o'sim qilgan joyga bu hozir qanday qildi? Uyni sotilgan shirkat ma'lum gaz setiblar o'tinilib, ya'ni biz qurilish sabab yana setib bunda foydalanmoqchi. Bu gaz sotaysa bu setib olgan kishining naqd puli yo'q. Mesela 100 bin koy sataman desa 100 bin koy naqd bo'lmagan ekan. Bunda 30 bin koy, 20 bin koy bor ekan, asata maoshini to'plab bermoqchi. Shundan banka g'ach arg'ishidir. Bankaning vazifasi bitta 100 bin koyni qarz berib 5 yildan keyin 150 bin koy qilib, o'sim bilan qaytib olish. Anka fursat kelibdi bilan hammasi ishchining so'ziman o'tirib tutib qo'ya olayman deb 100 bin koy mana sen naqd sotmoqchidan olama pulni ketib qurilishini qilayver deb ani yo'lni siltab Andın ma setvalıç kişiden kulağın neş pul var 20 bin koy. Ama şu 150 bin koy tölaysa ayma 20 bin koy eğer qağınna asasda tölaysan deb demek bu 100 bin koyni beradi. Bir muddatdan keyin 150 bin koy qilib 50 bin koy qaytib bilan o'sim bilan qaytib olmoqchi. Hozir o'sim muomala qildi. Bu muomalaga biz daxil bo'lib qoldik. O'yin setvalıçı daxil bo'lib qoldi. Hamma xil balki o'ni qurilish satqadan bir daxil bo'lgan bo'lishi mumkin. Yani bankaga setiblar. Lekin banka hozir bizga o'sim muomala qilgandek ahvol. Belgilangan muddatda topshiriq bo'lamizda, Hem jazosi var, shartli jazoyi var. Olim unda qilinish bankiningki yangi qilib turandimi? Yo'q. Ya agarda masalan bankning o'rniga boshqa bir shirkat qo'yilsa, shirkatdan birisi mashinani masalan, unda qasam mashina degan bo'lsa, bu naqdga elidib shirkat almoqchi odamga. Shirkatdan almoqchi odamga unda sen nisiyanlik chiqarsa, unda 150 mingdan o'ldirishmi? Shu hozir mana shuni nima qilib qo'yay. Agar banka shirkatning shu o'yini setilib, bankaning bo'ldi hozir. Banka o'zi satsa shunda nesi satsa, kelishimda o'zma 100 ming koy, o'ning borsan, ma'o 50 ming koy o'simini deb yozmasa, durust bo'lardi. Banka bir o'yinni nesi satganda, bu odatda bir musulmonda bir narsani nesi satganga o'xshash bo'lardi. Çünkü hozirgi vatanda bularga ish bunda emas. Banka men setib oldim da o'zining mulkini nisbatan qaror qilmaslik mumkin. Banka chetlab bu banka hargiz kichikgina yani mingda bir ya millionda bir ehtimolli ziyonga uchrashib bo'lmaydi. Chunki u o'yini o'zi qilib satay degan shu orliqda bankaga bir o'yin setib uni qilib yana qilmaydi. Balki matchi 100 ming odam bilan muomala qilish mumkin. Net 100 ming o'yini elar, net 100 ming odam satay deb turishga uni yerim bosib ketib qolsa, ziyon tortdi degan. Rahimulloh qari degan shu. Ash krizis shu. Amerikada shu rahimulloh qari krizis o'tganda necha banka vayron bo'lib qolganini nimadan kelib chiqqansa, unda bir qurilish shirkati bor. Bu qurilish shirkati shu o'yini sotgan chog'da deykan bilan unda xaridorga banka orqali sotgan. Sotgan ekan bu masalan 100 ming koylik uy deydi. Bu kishi 50 ming koyni to'lab qo'ygan hozir bankaga. 5 yil ichida deymiz. Bu shirkat hozir o'zining pulini olib, hozir shirkat qurilish qilyapti. Yani qurilish yana satdi, u banka yana aralashdi, anda qilib bu banka hozir 1 million uyga unda vasiyat qildi. Tamam. Keyin masalan men bir uy olgan bo'lsam 100 ming koyga 50 ming koy to'lab qilib tursam, bu uyning bahosi tushib, bu 20 ming koy qoldi o'tirib qo'ydi. Ben oturarken bu 20 ming koy uyga yana men 50 ming koy to'lab qo'ygan, yana 50 ming koy to'lsam ega o'lganman. Buni men qanday qilaman? Tashlab qochirmanmi? Tashlaydimmi? Bo'ldi, 50 ming koyimdan voz kechdimmi? Demak, hozir 50 ming koy to'lsam, endi ega o'lgan bu 20 ming koy bozorga 20 ming koy to'lab erishaveradigan tursam,
Hemen taşladım, ben taşladım, o taşladım, ay neçe milyon sen mesela taşlattım ha. Çünkü bu banka ayında 100 bin koy, biri 150 bin koy kayıtırılış gerekti. O 150 bin koyunun oruna her bir adamdan, yani 50 bin koyda güzel kayıtırılıp kalan pulun ornu yok. Her bir adamda 50 bin koyun zendatın neçe milyon. Zendatın ki bulanmay baktığı yıkıldı. Hiç kanı çare yok, ben ne kılışını bilemeye kaldı yani ki şu krizi şu yerde çıktı. Ötkenki şu Amerika'da olan vakaya şu. Hadi ha, malik götürüp kolay bir adam yapın çözdük bunu. Ha bankının ki. Bankların şirketin alakası. Bankların şirketin alakası şu. Bu şirket hazır. Bir cezanı kilişiminde bir taraf bulup kaldı bu da. Öyünü satvalıcı, öyünü satıcı ikisi banka cezanı kılgan bir işe arlaştı. Bu hazır. İş taraflı mülk bir kilişim bulup kaldı. Şeyden çekildi, neticede bir cezana muamelesi yani bir soğudu buldu. Teşhir işe ekip çıkan. Yani muşunda müşteriyken rahmin atar ediyor. Muşu meseleden Avrupa'daki Müslümanlık karta kardanı ya ki meclis orbilil iftar zürüret cihatten bir öyge ruhsat diyor. Bir öy asan buldu. Aynı öy yok. Yani Avrupa'daki Müslümanlık ahvalı da tabi kıyınken şu mesela her yıl egir icaretler otururken. İcaretçiler mansat ömür boyu bir öy alınmadığın derecede aynı ötüzgen. Ondan icaretçiler 10 yıl veya 8 yıl icaretçiler pulunun kız bir öy yapıldı iken. Bu öyde icaret otursa öyünün iyisi olan o Avrupalı kafir kandan yapıldı iken. Sen bu iki adam otursa dedi iken. Ondan bizbalsı da kalsa hudumuşsun mümkün. Ya ki yüzüden bir üçse ya anız kap kalsa ya bu öyde oturmaz iki adam oturan diyişken de ya bırak ağrını sevmesin. Misafirler kap kalsa hiç kim tanımaydı. Ayında öyde mümkünle unumaydı iken. İki oğul bir öyle tanılar olsunlar geçiyorum, bir oğul bir kız oturuş gerek. Evet, aslında şartları becek. Ondan yani bir şartları mesela bir rayonda, mesela şu Müslüman oturaklaşkan bir rayonda ya ki şehrin sırtında ziyade ticari alsa bunu mümkün ki. Bazı mahallede ticari beğenmez ki Müslüman. Bu terörçi, bu manda çatak adam, bu işgirdeler ganj yolda, bu Uygurlar bilen çıkça Karabçı koşunçu diyende, onu da şunda kep koşunda vertirdiğan Abdüzüm Hasan'ın kılığında. Öy icarige belgindisi olmaydıgan, bunda bir ahval şekillengen, bu anda şahın sırtında bir şeyde öy icarige oturuşun mecbur oldu ki. Ottasan mektepki balaları bir işte onun kıyınçılar. Mektep, maşinalarla yarım saat menip başı mektebi verip giriş gerek. Aşında taşın çıkan iken, bu zürüret de bir ilişka eddeyken arıklar ruhsat kıygan. İkincisine ya üçüncüsine o yerine çelişlemez. İyi boğalanın ayadaki imtiyazatları ben çıktı. Çıktı. Çıkırmakla onun bakar olduk ki bir vada veriyor. Tijarga var mı? Yani jüttiki şu ahvalını bildiğinler, şu fatva boyunca çıkırsak buldu bunu. Köpünce ahvalda bizden dövmeyaldı şu anlağlarımızla tarafında dediklerimiz için emeli ahvalda şeref olarak kılışımız mümkün. Deyken yanının başka şekli buluşu mümkün biz ukmayı kılıp. Şuna şu jüttikiler, alimler bunun açılmasına meselesine şu dikkat ediliriz. Bizim diğerimizden de onda ne olduğu ahval bazı yerde var, bazı yerde yok. Şirden çocuk yapar. Yazdan Uygun kanı bir uygun var dışarıda uygun yazdan kullanmışlar yeteremeden başlıyor. Yeteremeden başlıyor. Bütün kişi durutmaydı. Şu bankın kasıbattı kazanmasa Uruk, Suriye, o iş mi anlamı? Aslında ben de romandan normal şaraitte yani öyle kursulursa bankın kazıp yapsa kullanılanlar bu sefer ben memnun koyup ölçen koyup bu şanını etkiletmişler. Şunun fatvası Karab Kayın fatvası şuysa. Nihayeten de ve işbiyu en tekun hadihi indahu hiyel enkihatul mekruha. Mekruh da karalgan nikahlı karttan mı kılışı mümkündür. Bu mekruh, şu mekruh etsem bunda bazı talaş ola bazı manda buluş gerektirme bu Müslüm buldu da kalışın kiraha boğan nılda şu başlayan bolsa bunu araçı yeni olumuzdur. Hadi bir yer verip boğan bolsak buldu meyli bu tutuyetimizdir. Ve illa fala vejha lil farq bayna dukhul ve adamı dukhul. Demek mekruh demeyen takdirde anda dukhuldan ilgili dukhuldan ikinde ayrışının bir nüvesi yok, asası yok. والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير مش مالكي مذهبته مش حقته جبكشه خل قراشته var
وكان هذا راجع عنده إلى قوة دليل الفسق وضعفه. إمام مالك نزلده خدده فسق دليل بكش قوة كاسا شوتمز. سل عاجزاب قاسا قبل الدخول شوتمز بعد الدخول شوتمز. فمتى كان الدليل عنده قويا فسق قبله وبعده، ومتى كان ضعيفا فسق قبل ولم يفسخ بعده. وسواء كان الدليل القوي متفق عليه أو مختلفا فيه. كشف دليل متفق عليه بوسن يا مختلف فيه بوسن عند أهل قريكن. مختلفا فيه دمان دليل كشف قاسا baştan buzutimiz, kingdom buzutimiz değil. ومن قبل هذا أيضا اختلف المذهب في وقوع الميراث في الأنكحة الفاسدة. يعني من شغل مغاسلة مسألة مالكي مذهبته من ذات رأيتاسين بوغامل. من nikah fasiddan bizne qıptı. Qılıp da biz çuvatmayın mutlaqan halatda biz öyle ketipti. Çıkadanımız. Ondan ki miras elish ahvol bilamda, ayol bir-biridan miras olamda degandan qıtlappa. Va kadalika uqu talaq fihi. Demak nikah fasiddan bizne qıptı. Biz çuvapda ha, turmakning çuvab qıptı o'z nikah fasidini qilib, o'z talaq qilib bo'ldi. Ham nikah say bo'lsa talaq chiqdi. Fasid bo'lsa, ham nikah olib anna tarafçamdı ya tigdin bu nikah bulmagan iken talak mı çıkmamdı? Kamarra i'tabara fihi al-ihtilaf wal-ittifaq. Hani bazı çağda bu ihtilaf olan şart, ittifak eden şartda bunu ayırıp şuna asasda muamele kıldı deydi. Kamarra i'tabara fihi al-fasq ba'da dukhul aw adamahu. Bazıda dukhuldan keyin ya beşere deb bunda buzish qarta ayırdı deydi. Yani dukhuldan ilgari buzmaz, dukhuldan keyin buzmaymiz diye ahvalın bari. Bunu buzishda qabla dukhul yoki ba'da dukhulda dukhulning bo'lgan bo'lmaganlik qardilaydi ba'zida. وقد نرى أن نقطع هنا القول في هذا الكتاب. أنا مشاهدة مشو كتاب النكاح سوزن مشاهدة أيضا بغاشنا موافق رمزيد. ما تلاش أيضا شمايدا بكجب وقت مالكي مذهبتا باش مذهب نقولش ممكن شو مشاهدة تخطب إلى فإنما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود. biz bayon qilgan masalalarda mush kitobda biz tuzgan manhajimiz bo'yicha yetarlik deb qaraymiz. Ya'ni biz qavoidul masailni bayon qilmoqchi bo'lgandik. Albatta taas sharh masala teketmisakmi maqsad ado bo'lgan bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.